Hammaga salom. Uzbekonomics podcastining navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek men Botir Qobilov va Behzod Hoshimov. Behzod, qalaysiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Botir aka. Assalomu alaykum qadrli bizani tinglovchilar. Eslatib o'tamiz, bizning podkastimizning homiysi Juru Markaziy Osiyodagi yetakchi energetika va muhandislik korxonasi va Uzbekonomics podcastining homiysi. Rahmat. Xush kelibsizlar. Behzod, bugun nima to'g'risida gaplashamiz? Bugun men hozir Toshkentdaman. Bugun keldim, Singapurda edim. Bir g'oya kelib qoldi, shu podkast yozishga kelishgandik, lekin g'oya haqida kelishmagandik. Botir aka, sizga anaqa haqida gapirmoqchi edim. Siz bilan bitta narsani bir maslahatlashmoqchi edim desa ham bo'ladi. Toshkentda va O'zbekistondagi soliqlar va spetsifik ma'noda mulk va yer solig'i haqida gaplashmoqchi edim. Hozir tushunishim bo'yicha O'zbekistonda bugun yoki mana shu oy uni to'ldirishga deadline, ko'p Telegram kanallarda boshqalarda to'ldirdinglarmi degan gaplar chiqyapti. Aytib o'tish kerak, AQShda ham deadline. Hozir shu AQShdagi soliqlar haqida ham o'ylayapman. Ya'ni soliq haqida o'ylayotganim uchun bir shu yer va mulk solig'i haqida gaplashmoqchi edim. Zo'r, qiziq. Bugungi kun 15-aprel yozilayotgan kuni AQShda ham o'sha soliq deklaratsiyani to'ldirishga deadline. Adashmasam O'zbekistonda ham bugun yoki yer va mulk yer va mulk solig'ini to'lashga va bu juda ham muhim mavzu. Nafaqat AQShda, O'zbekistonda ham soliqlar bilan boshqa kontekstda o'zi soliq masalasi biroz avjiga chiqqanda shu kunlarda, lekin biroq fundamental masala o'sha yer va mulk solig'ini qanday hisoblash, uni undirish, uni bazasini qanaqa shakllantirish hamma yoqda har doim aktual masala, ayniqsa O'zbekistonga o'xshagan rivojlanayotgan mamlakatlar. Shuning uchun keling, mana bundan boshlaylik. Birinchi, bu masalada qanaqa muammo bor va uni qanaqa yechamiz? Shunga olib kelsak, birinchi keling shu haqida, balki bu masaladan biroz uzoqroq odamlar uchun o'zi o'sha mulk va yer solig'ini undirishda yoki o'sha bozorda qanaqa muammo bilan hozir biz to'qnashamiz. Katta rahmat. Yana bitta sal lirik cheklanish qilamiz. Esda bo'lsa, siz kanalingizda yozuvdingiz, men yozuvdim, eslamayman. De Soto siyosatga keldi degan gap bo'ldi, agar esingizda bo'lsa. Hernando de Sotoning asosiy fikrlaridan biri qanday ediki, ko'p rivojlanayotgan mamlakatlarda insonlarda mulk bor, lekin mulk ularga tegishli emas va o'sha tegishli emas bo'lgani uchun ko'p moliyaviy instrumentlardan foydalanish olmaydi. Masalan, kengaytiramiz, masalan, qanaqadir ham odamda fermasi bor, de facto u ferma uniki, lekin qog'oz qalam qilinmaganligi uchun u mulkdagi hisoblanmaydi. O'sha mulk ustiga misol kredit ola olmaydi, uni misol uchun qanaqadir ham bo'lib sota olmaydi yoki qanaqadir samarador ishlata olmaydi. O'zbekistonda muammo bu darajada bir anaqa emas, nima desam, qiyin emas, chunki bizda kadastr mavjud, qanaqadir ma'noda mulk huquqlari mavjud, ayniqsa odamlarni yashab turgan uylari yoki shu kabi narsalarda yerga manda shikoyat ko'p. Yer qanday qilib mulk bo'ladi yoki mulk bo'lmaydi, bu agrar masala. Bu haqida ham bir qanaqa podkast qilishimiz kerak o'zi. Misol uchun, nima uchun dehqonlar o'z yeriga o'zi sohib emas degan. Bu sal-pal chetiladigan mavzu. Men aytmoqchimanki, men shaharlarda, anaqalarda ham, qishloqlarda ham odamlarni yashab turgan uyi yoki tegishli bo'lgan korxonasi bo'ladimi, o'sha tijorat maydoni bo'ladimi, qanaqadir ma'noda to'g'ri baholanmagan. Qanaqa to'g'ri baholanmagan? Masalan, qanaqadir developer yoki eng muhimi ko'pincha davlat qandaydir qurilish qilishga harakat qiladi. Masalan, qaysidir mahallani buzib most quradi yoki mahallani buzib qanaqadir madaniy obyekt quradi, harbiy baza quradi deysizmi? Qanaqadir bir maqsadlarda ishlatiladi. Va biz bu haqida ko'p eshitganmiz. Snos bizda rosa ko'p, masalan, snos degan so'zni anaqaga tersak, bizni ixtiyoriy olib ko'rasiz, odamlar ko'chaga chiqib bizni buzmanglar, bizda qurmanglar degan gaplar ko'p. Albatta ko'pini sababi meni nazdimda bu yetarli darajada bo'lmayotgan kompensatsiyadan boshlanib keladi. Ya'ni masalan, odamlar qaysidir joyda yashashadi, ularni uydan olayotgan qiymati juda baland bo'ladi va uni o'rniga o'rin beriladigan kompensatsiyasi kam bo'ladi. Endi qanaqadir hammaga bir savol berish kerak-da. Masalan, sizlar yashab turgan uy bor. Sizlar uni yaxshi ko'rasizlar. Balki u yerda 7 avloddan beri yashab kelgandirsizlar.
yoki endi qo'shilgandirsizlar. Bu ham anaqa nima deydi, bu ham qiziq savol. Lekin endi yoqadi sizga o'sha yashab turgan uyingiz. Endi deylik o'sha uyingizni narxi deylik masalan $400,000. Masalan, agar hozir bozorda siz shunaqa uy sotamansiz $400,000. Endi o'sha yerga uyingizga kimdir taqalatib, "Menga uyingizni 400,000 ga soting" desangiz, siz yoki sotaymi yoki sotmaymi degan fikrda bo'lasiz, yoki sotmaslikka harakat qilasiz, chunki sizga yoqadi. Lekin 400,000 emas, masalan, $2 million desa, ko'pchilik, men o'ylayman 99% odam sotadi. Nimaga? Chunki berilayotgan to'lov siz yoki o'sha sizga tegishli bo'lgan mulkka qiymatidan ancha baland. Endi albatta 2 million ko'p, lekin masalan savol borda, shu 2 million bilan 400 mingni oldida qanaqadir ham qiymat borki, siz u qiymatga sotganingizda yoki berib yuborganingizda berib yubormaganingizdan ko'ra ko'proq xursand bo'lasiz. Ya'ni masalan o'sha 400 ming uy egasi kimdir kelib 2 million bersa xursand bo'ladi. Balki 1,5 million ham xursand bo'ladi. Balki 450 ming ham xursand bo'ladi, balki 400 mingni 990 so'm ham uni xursand qiladi. Hammada bu anaqa har xil chegara. Endi aytayotganim, masalan, qanaqadir buzdi bo'layotganda katta masala shunda turadiki, o'sha mahallami, uymi, dommi, eski hovlilarmi, boshqa har xil joylarda u yerga yashovchilarni o'z yashab turgan joylariga qo'yilgan qiymatlari doim beriladigan kompensatsiyadan baland bo'ladi. Chunki kompensatsiya ko'pincha davlat bo'lsa, deylik, shahardan kvartira beriladi. Keyin yashab turgan nima deydi, propiskadan o'tganlar soniga qarab beriladi. Va hokazo va hokazo. Ya'ni qanaqadir ma'noda uyi dollar qiymatida berilmaydi. Misol uchun siz deylik, mana o'zim shaxsiy misolni keltirishim. Masalan, deylik, bizada dodamlarning hovlisi Toshkent Cityda bo'lgan, City qurilish bo'lganda, endi ular eski gap, masalan, dodam 44-yil tug'ilganlar, eng kichkina uka bo'lganlarda, masalan 7 ta aka bo'lishgan, boshqa. Endi kimdir o'tda propiskada qolganda qarindoshlar ichida. Va misol uchun o'sha davlat City qurayotganda nechta odam propiskada bo'lgan bo'lsa, shuncha bergan anaqani uyi. Xuddi shunaqa, masalan, qanaqa va masalan deylik, Yunusoboddan bergan kvartirani yoki deylik butun umr o'sha yerda 60 yoshgacha to'lgan odam uchun o'sha deylik hozirgi Toshkent Citydan Yunusobodga ko'chish bu ma'naviy ham qanaqadir anaqada, nima deydi, xarajatda qanaqadir. Misol uchun, mana men butun umr bo'sh maktabga borardi bolasi, o'tdi konservatoriya endi bo'ladi, qanaqadir o'rgangan, yaqin va hokazo va hokazo. Boshqa joyga ko'chish uchun yetarli kompensatsiya bo'lmagan deb o'ylayman men. Endi o'sha qarindoshimizga yoqmagan bu almashinuvda, endi tushunarli bu. Va faqat unga emas, hammaga. Shu ma'noda o'ylaymanki, buni mana shu bitta muammo bor. Ikkinchi muammo, hozir desot o'tgandagi, ko'p deylik uylar insonlarning asosiy mulki O'zbekistonda va hamma yoqda ham, lekin O'zbekistonda ayniqsa, ya'ni ko'p odam butun umr pul yig'ib uy oladi yoki masalan barcha jamg'armalar uyga yo'naltiradi. Ya'ni uy eng qiymatli ularni bir asseti deymiz, ya'ni mulki. Lekin shu mulkni bozor yetarlicha bahololmaydi. Masalan, uyga misol uchun deylik, zalog olib kredit qilaman, boshqa qilaman desangiz, narxi doim juda pastga baholanadi. Misol uchun, bozorda qimmat bo'lgan uyingizni o'rniga kredit olaman desangiz, o'sha banklar va hokazo tashkilotlar juda ham past narxda baholashadi. Endi ularning ham sabablari bordir, boshqadir, lekin bozorda ancha pastda baholashadi. Sababi qanaqa? Chunki kadastr qiymati past degan narsa bilan ro'kach qilinadi. Chunki va bu nima degani? Siz xohlagan darajangizda ham kredit ham ola olmaysiz, moliyalashtiramiz. Endi agar tijoriy anaqa bilan qaraydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa, masalan, tijorat obyektlari bor tadbirkorlar bir xillarda kredit olib masalan kengayaman deyshadi. Mana O'zbekistonda bir ikkita shunaqa mashhur keyslar ham bo'lgan, restoranlarga bog'liq boshqa. U yerda misol uchun restoranni bahosi deylik, bozor ko'chada $2 million bo'lsa, kadastrda masalan $350 ming da masalan. U o'shanda aytganda masalan bankka $500 ming qarz etadi. Men 2,5 millionga sotib 500 ming to'lab yuboray desa, yo'q, bankga olib qo'yib keyin o'zi sotaman deyapti. Bank o'zi sotyapti-da, keyin u aksiyani u yana sotyapti. Ya'ni shunaqa eksess kulgili narsalar borki, ya'ni bizda mulk, ayniqsa shu ko'chmas mulk umuman baholanmagan. Masalan, O'zbekiston ichida ham masalan, hozir kim qancha mulk soliq, men kommentariyalarda ko'rishni shuni xohlardim. ITlar deydi, misol uchun sizlarda o'sha mulk solig'i to'lanayotgan mulklarning qiymati bilan haqiqiy bozorda sotsanglar qanchalik farq? Kamida 5-6 baravar bo'ladi. Hozir kunuzda ko'rdim, bilmayman qanchalik to'g'ri aniq ma'lumot. Toshkent shahrida 1 kvadrati kamida 3,3 million so'm bo'lishi kerak ekan. Uyni anaqasi qiymati deyilgan. Endi 3,3 million so'm
$300 ham kam. Endi aytish joizki, Toshkentda bunaqa pulga kvartira bermaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Uylarni narxi arzon bo'lgani, to'g'ri, soliq to'lashimizga kam soliq to'laymiz, narxi arzon bo'lgani uchun. Lekin minus tarafi qanaqa? O'sha uni moliyaviy instrument sifatida ishlata olmaysiz. Unga uni qo'yib, masalan, kredit olishda muammolar bo'ladi. Tijoriyda ayniqsa juda ham katta muammo. Shaxsiyda ham, misol kimdir misol uchun deylik, uyini second mortgage, ya'ni sizga tegishli bo'lgan uy ustiga ipoteka olayotganingizda bahosi juda ham pastga baholanadi. Bu muammo va qanaqadir ma'noda juda ham nima desam ekan, ko'p narsalar noto'g'ri baholangan bo'ladi va qarorlar qabul qilayotganda mana shu uylarni mafhum arzonligi qaror qabul qiluvchilarni ham xatti-harakatlarini shunga qarab noto'g'ri baholaydi. Mana shu muammo mavjud, ya'ni tijoriy odamlarda ham anaqa, xususiy uylarda ham va mulklarda ham bu muammo. Va eng anaqasi, men bu ko'p narsa deylik, endi O'zbekistonda sal diskussiya bo'ladi, mulohaza bo'lganda bu haqida har xil hokimiyatlar, har xil yoki vazirliklar har xil topshiriqlar berilganida bo'sh turgan va deylik tadbirkorlarning balansida bo'lgan va ishlatilmayotgan ko'chmas mulk obyektlarini ro'yxatini tuzib chiqib, ularga jarimalar qo'yish narsalar qo'llanishni boshladi. Nimaga? Chunki ko'p odamlar misol uchun zavod olib qo'yadi, qachondir narx oshsa o'shani ishlataman deydi. Uy olib qo'yadi, qachondir narx oshsa ishlataman deydi va hokazo. Ya'ni odamlarda anaqa yo'q, rag'bat yo'q, qanaqadir ma'noda o'sha qiymatni internalizatsiya qilishga-da. Masalan, kimdir deylik meros bilan misol uchun dadasidan qanaqadir uy qolib ketgan, u o'tda yashamaydi ham, ishlatmaydi ham, qolib turaveradi misol uchun. Masalan, shunaqa narsalar bor, u bozorda emas u narsalar va ular qiymat yaratmayapti o'sha boshqa aytayotgan yer, zavod va hokazo. Men bu tijoriy ma'noda juda ham katta muammo bo'lib, hatto shu respublika darajasida bir nechta majlislar boshqalar bo'ldi. Shu muammolar mavjud bizda mulkka qo'yilgan qiymat bilan. Bu soliqqa bog'liq qismi bor, shuni gaplashmoqchi edim. Qarang, mulkka qo'yilgan qiymatni aniqlashda, masalan, bizda kadastr tizimi bor-ku, o'sha Sovet davridan qolgan chista institutional savol deganda, men shuna kadastrda, masalan, bozor narxi, kadastr tizimini o'z muammosini menimcha ozgina gaplashga, chunki u yerda inventarizatsiya bozor narxida umuman hisobga olinmaydi. Ya'ni u davr mobaynida o'zgaruvchan emas, adashmasam, to'g'rimi? Bitta qiymat aytasiz, o'sha o'zgaradi. Hozir keyin aytib beraman. Lekin mashina. Xolos, menda qanaqa opit bo'lgan, mana shu qiziq anaqa, endi bu sal eskiroq gap, 2005-yilmi, 8-yilmi mana shunaqada. Biz yangi uyga ko'chib kirdik. Lekin BTI degan tashkilotdan kelishdi, mulkka hisoblashga-da. Men uyda, men endi o'g'il bola, men ochdim. Adam ishlaydilar, keyin kelsam ularni metrlar bor, mana bunaqa metrlar. Endi bu men shaxsiy tajribamda. Men yosh bola edim, o'shanda ham qanaqadir anaqa qiziq, aralash kulgili ko'ringanda, metr bilan uyi anaqasini ob'yomini o'lchashar ekanda. Ya'ni kubometr. Volume, katalogga va hokazo. Keyin misol uchun oynalarning sonini sanashdi. Menga qiziq tuyuldi. Eshiklarning sonini sanashdi, uy ichidagi. Har xil mana shu obyektlarni sonini sanashdi. Menga aniq eslatdi. Endi ko'pchilik bu haqida har xil memlar ham bor hozir internetda. Misol uchun nimaga Amsterdamda uylar baland, sathi kichkina? Chunki soliq anaqadan olingan. Nima deydi? Kvadrat metr emas, shu yo'ldagi metrdan olinganda, o'shanga baland qurishga rag'bat katta bo'lgan. Mana Parijda nima uchun 6-etajda hammasida tomi bor? Chunki tomi bor etajda soliq olinmagani uchun odamlar xuddi tomli qilib qo'yardi, yo bu chetak derdi, vaholanki bu etajda. Misol Parijda ko'rsanglar, uylar masalan eng dabdala soliq anaqa tizimlarda, masalan Misrda bitmagan uyga soliq solib bo'lmas ekanda. O'shanga masalan Qohiraga hozir borsangiz, hamma qurilgan uylarda 4 ta armatura chiqarib qo'yganda, simlarni chiqarib qo'yib, tako bardakroqni kraska qilib qo'ymaydi, chunki u bitgan uy hisoblagandan keyin mulk solig'i kuchga kirishi boshlaydi o'sha zahotdan. Bu degani, agar siz uyingizda masalan 5 ta armatura chiqarib 35 yil yashasangiz ham, ular anaqa isbotlab bera olmaydi bu yashaydigan uyligini-da endi. Svet, u mana shu ham so'randi, svet qanaqa qilasizlar desam, aytdiki, qurilayotganda ham svet kerak-ku. Xullas, tok o'tkazadiki, qurilayotgan uyga masalan svarka qilishga o'tkazganmiz deydi. Va hokazo. Ya'ni mana shu mulk solig'i o'zi to'g'risi insonlarning rag'batlarini o'zgartiradi. Xuddi shu
o'rta asrdagi Amsterdamdagidek o'zim his qilganim, odamlar kelib o'lchyapti, kubini. Men onalar sanaganiga qarab, nima onalar misol uchun, nima onalar kvadrat metrini sanamayapsizlar dedim, misol. U ham har xil o'lchov bo'lishi mumkin-ku, boshqa-boshqada tomini, boshqasi masalan podval qarashgan, podval deb masalan bir xil xonalarda betonda ya'ni anaqa qilinmagan, bir xil xonalar qilingan, o'shalarni anaqasini, o'shalarning kubini hisoblashgan. Lekin remont bo'lmaganlarni sanashmagan. Xullas, menda shunaqa anaqa bor. Keyin shu endi odamlar bilan boshqa bilan gaplashsam, aytishdiki, uyga shu mulkka anaqasini qiymatini bilayotganda shunaqa formulalari bor o'sha tashkilotlarda, ular hisoblashadi. Lekin menga hayron qolganim, misol uchun uyingizda deylik qimmat remont qilishingiz mumkin, arzon remont qilishingiz mumkin. Masalan, kimdir bilmadim, 1 kvadrati $200 plitka qilishi mumkin-da, endi masalan kimdir uyiga. Kimdir masalan arzon remont qilishi mumkin. Va masalan deylik bitta mahallada ham, bitta shaharda ham har xil 5-10 barobar qimmatroq remontli uylarda mulk solig'i bir xil bo'ladi. Ya'ni hozirgi O'zbekistonda. Joyi ham misol uchun, masalan o'sha kvadratda misol uchun kimdir shahar markazida o'sha 200 kvadratda yashasa ham, u o'shdan 30 kilometr naridagi 200 kvadrat ham taxminan bir xil bo'ladi. Etajligi, masalan, qatga qarab turish, masalan, hozir agar bozorga chiqib turib sizlar kvartira qidiraman desangiz, sizga realtor aytadi, mana bu parkka qarab turadigani bor. Mana bizning Bobur parki ichida uylar qurishyapti. Park, yo'q, park o'sha stroyplashadka qilib turish. Lekin o'sha parkni vayron qilayotgan developerlarni ofisiga ham bordim. Aytishadi, parkka qarab tursa, masalan, где-то 1,5 barobar qimmatroq ko'chaga qarab turgandan ko'ra. Mana shu bitta dom bu yoq tarafi 50% qimmatroqda. Ya'ni mulk ma'nosida masalan bittasi bilmadim $1 million uy bo'lsa, bittasi $1,5 million uy bo'lishi kerak o'zi. Haqiqatda 500 ming ko'proq. Remont konstanti bo'lgan anaqada ham. Va hokazo, kimdir qana dizaynerskiy remont qiladi, boshqa qiladi. Masalan, o'sha Toshkentda masalan bitta domda bir xil kvadratli uy, bittasi 100 ming tursa, ikkinchisi 200 ming turishi mumkin. Ya'ni bu normal narsa. Lekin kadastr, BT kabi tashkilotlar buni juda ham qo'pol o'lchashadi va o'lchash olmaydi. De eng muhimi aytaman, uyni sentimental qismini o'zi o'lchash olmaydi. Mana shu eng muhim anaqasi. Qarang, bu davlat xodimida, mana bu Kyotin kadastrda shuni masalan bozor orqali qilib bo'lmaydi. Masalan, mustaqil appraisal qiladigan odamlar, masalan, mustaqil baholovchi otsyenchiklarni davlatga ham ishlamaydi, sizga ham ishlamaydi. Ular litsenziya olib ishlaydi, mana shu bilan yechsa bo'lmaydi. Kredit olayotganingizda yoki shunaqa narsa qilayotganingizda o'sha tashkilot masalan majburlaydi anaqani. Chunki shu darajada past bo'lib qoladi-da anaqasi qiymati. Lekin o'tda ham masalan nima deydi, bilasizmi? Uni ham qiymati o'sha mustaqil anaqani ham o'sha taxminan o'rtacha o'sha sotilgan uylar boshqalarga qarab qiladi. Masalan uchun aytayotganim, siz masalan uyingizda juda ham qimmatga parket qilgan bo'lsangiz, masalan 1 kvadrat $200 dan, kimdir 1 kvadrat $5 dan parket qilgan bo'lsa, uni ham otsyenchik misol uchun sizdagi baholamaydi-da uni. Misol uchun siz 100 kvadratiga $20 ming parket qilsangiz, kimdir 100 kvadratiga $5 ming parket qiladi-da. Uni nima deydi, baholayotganda o'sha baholovchi ham bunday katta farqni baholamaydi-da. Va boyaga aytgandek, sentimental qiymati bor. O'zi masalan har bitta odam uyini ham anaqasini ham-da, masalan deylik, bo'tgan misol otaxo'li, shunaqa mahalla, qo'shnilar, deylik, qarindoshlaringizga yaqinroq turish degan narsalar ko'p odamning qiymatli. Masalan, uy sotayotganingiz realtorga aytmaysiz-da, men bu yerda uy olaman, chunki otamlar shu yerda turadilar, o'shanga desa u biladi, qimmatroq desa bo'ladi deydi-ku, misol uchun. Shunaqa narsalar ham hisobga olinmagan. Va siz aytayotgan otsyenchiklar masalasi albatta faqatgina o'sha moliyaga aralashtirilayotganda sodir etiladigan qismda. Boyaga aytgandek, bo'sh turadigan masalan zavodlar, skladlar, bazalar, fabrikalar shu kabi narsalarda hech kim otsyenka qilmaydi va tushunarli anaqa ham qilinmaydi. O'sha mulk ham deylik arzonroq narxda turadi-da. Okey, qarang, demak muammolarni hozir sanab o'tdingiz. O'sha menimcha ikkiga bo'lib olishimiz kerak. Mana bu ko'chmas mulk bozori, ya'ni shu bo'sh turgan o'sha zavod, fabrikalar yoki qanaqa investitsiya maqsadida olingan yerlarni tijoriy deylik, o'sha bor va shaxsiy xonadonlar, xususiy kvartira yoki hovli, farqi yo'q.
masala siz aytayotgan muammoni bir yechimlardan bittasi o'sha uyni egasi, o'sha uyda yashaydigan odam bahoni o'zi qo'yishi kerak. Ya'ni o'sha o'sha qiymatini o'sha otenshikdan ko'ra yoki shu BTIni shu davlat ishchisidan ko'ra o'sha xonadonda yashaydigan, o'sha xonadonni remont qilgan, sotib olgan yoki sentimental qiymatini qanaqadir ma'noda baholaydigan odam o'zi mustaqil ravishda o'sha narxni aytsin va o'sha narx qaysidir ma'noda bozor narxi bo'lib BTIda aks etsin degan taklif bermoqchi adashmasam. Mana shuni ozgina mana shu haqida ko'p o'ylash boshladim. Mana shu Glenwell va uni mualliflari link qoldiramiz. Quadratic voting haqida, bu haqida ham gapirsak bo'ladi. Demokratiyaning yangi ko'rinishi haqida bu qiziq maqolalar, ya'ni odamlar har xil masalalarda har xil darajada anaqasi bor-da. Misol uchun deylik, masalan, men o'zim haqida deylik, menga deylik federal rezerv mustaqilligi juda ham muhim masala-da. Lekin kimdirga masalan bilmadim qurolli kuchlardagi jinsiy taqsimot muhim masala-da va ma'no qanaqaki ana bitta ovoz bor-da anaqada misol AQShda shuni to'g'irlash maqsadida har xil algoritm, matematik algoritm ishlab chiqilgan. O'shalarni ishlab chiqqanlardan biri Glenwell va ularni mana bu bizani masalaga taalluqli bir qismi mavjud. Ya'ni ular buni taklif qildi deya olmayman, chunki sal-pal nima deydi beg'zot fikri ham bor deb o'tdi qanaqadir dizaynda. Lekin men dizayn tanishtirmoqchiman. Meni fikrimcha O'zbekistonda mulk solig'ini belgilayotganda mulki bahosini o'sha mulkdor o'zi hal qilish kerak, chunki mulkdordan ko'ra hech kim uni yaxshiroq bilmaydi o'sha mulkni bahosini. Bu nima san ekan? Bu tushunarli narsa. Ya'ni mulk bahosini o'sha zar qadrini zargar biladigandagi o'z uyingizni, o'z ko'chmas mulkingizni qadrini sizdan ko'ra hech kim yaxshiroq baholay olmaydi. Ya'ni o'sha chunki u mulk egasi o'sha uyni sotish qaroriga ham ega. Ya'ni shu assumpsiyadan kelib chiqib aytamizki, har bir odam o'z mulkini bahosini o'zi yaxshi biladi. Buni qanaqa tekshirsa bo'ladi? Ixtiyoriy xonadon kelib turib, sotasizlarmi desak, ular yo'q deydi, ya'ni yashab turgan bo'lsa. Lekin qanaqadir anaqa narxdan balandroq aytsangiz, ko'pchilik ha deydi. Masalan, o'zim ham bundan menimcha istisno emasman. Agar o'zim uyim bo'lganda, kimdir menga bozorda ancha kattaroq baho berganda, balki men uni sotib yuborgan bo'lardim, o'sha kuni ko'chib kirgan bo'lsam ham. Chunki men ham deylik qanaqadir bozorda yashayman, ma'noga ega. Shu ma'noda shu narsani taklif qilmoqchiman. Ya'ni har bir mulkdor o'sha BTIga, anaqa kadastrga, ana kvadratiga masalan parkka qaraydimi, qaramaydimi, ko'cha ko'rinadimi, ko'rinmaydimi degan narsalarni o'lchaydigan atsenshiklardan ham anchalik yaxshiroq biladi. Bu xususiy anaqalarga, xonadonlarga. Tijoratda bundan ham battar. Chunki tijoriy obyektni narxi juda ham farqli-da. Masalan, deylik masalan 50 kvadratli yer bor deylik masalan Toshkent Cityda. Agar uni misol uchun kitob do'koni qilsangiz, 1000 so'm topasiz. Agar qahvaxona qilsangiz, -1000 so'm topasiz. Agar masalan osh bersangiz, 5000 so'm topasiz-da. Ya'ni sizga mulk egasi va faoliyatingizni turiga qarab, ham bahosi o'zi har xil, qanaqadir ma'noda-da. Ya'ni juda ham o'sha har bir burchagini narxi har xil, qarab turishi va hokazo. O'sha yerda ham ya'ni tijoriy mulk egalari ham har bitta o'ziga tegishli bo'lgan tijoriy obyektni narxini o'ta anaqa bilishadi. Nima deydi? Чувствительный bo'ladi, anaqa seziluvchan, ya'ni har bir narsa unga ta'sir qilishini biladi. Ikkinchi o'chib qoldim. Yo'q. Uzr, menda anaqa narsa chiqdi. Shu ma'noda o'ylaymanki, hamma odam qaror qabul qiluvchi o'laroq o'zi mulkini narxini o'zi davlatga aytish kerak. Lekin buni eshitayotgan odam aytadiki, "Ha, zo'r" deydi. Hamma hozir 5 so'm qilib qo'yadi-da, chunki uy narxi biladi, mayli, aytish kerak. Ya'ni iqtisodchilarning asosiy deylik muammosi shundan iboratki, axborotda. Ya'ni men-ku bilishim mumkin uyimni bahosini, lekin nima men deylik soliq tizimigami yoki davlatgami o'zimni uyimni qanchaga baholashimni aytaman degan anaqa bor. Qo'rquv bor. Meni taklifim qanaqadan iboratki, o'sha odamlar yoki tijoratchilar ularga tegishli bo'lgan obyektlarini narxlarini o'zlari belgilaydilar va degan narsa bor. O'sha narxda agar kimdir bu
institutsiya bo'ladimi, xususiy odam bo'ladimi, davlat bo'ladimi, olishga rozi bo'lsa, sotishga majbur bo'ladilar. Mana shu taklifni bermoqchiman. Ya'ni qanaqa? Masalan, deylik, siz mahallada turasiz, siz uyingizni 300 minglik baho qo'ydingiz. 300 so'mlik baho qo'ydingiz. 300 so'mlik baho qo'ysangiz, sizga kimdir 300 so'm taklif qilsa, sotishga majbur bo'lishingiz kerak. O'sha qanaqa ba'zi qilinadi-da, o'sha ba'zida shunaqa. Unaqa bo'lsa, siz 300 so'm qo'ymaysiz, qimmat qo'yasiz, hech kim sizga arzon taklif qilmasligi uchun. Lekin juda ham qimmat ham qo'yib yubormaysiz, chunki qimmat qo'ysangiz, uni solig'iga to'laysiz. Lekin juda ham arzon ham qo'yib yubormaysiz, chunki agar bozor narxidan arzon qo'yib yuborsangiz, sotishga majbur bo'lasiz. Mana shu narsa rag'batlarni to'g'ri taqsimlaydi deb o'ylayman. Qanaqa ma'noda? O'sha mana masalan mahallani buzib yo'l qurishmoqchi yoki mahallani buzib kinokonsertni zal qurishmoqchi yoki dom qurishmoqchi-da. O'sha hozirgi developerlar bo'ladimi, davlat bo'ladimi, boshqami, bunday mahallani hozir qarayotganda nechta odam yashaydi bu yerda deyshadi. Bu juda ham xato fikr. Qanaqa fikr bo'lish kerak? Mashina bo'lsa, qanaqa iqtisodiy qiymatni yo'qotyapmiz degan fikr bo'lish kerak. Agar masalan deylik, o'sha mahallada 1000 ta odam yashasa-da, ularni 1 milliard dollarlik uy baholansa, misol uchun o'tdi. 1000 ta xonadonda bo'lishi mumkin o'sha narx. Masalan 1 milliondan bo'lsa, 1 milliardlik anaqada qiymat. Keyin aytadiki, "Ha, bo'ldi, unda biz ming qo'yib qolamiz, boshqa joyda qurib qo'ya qolamiz o'zimizni bir narsa cityimizni" deyishligi mumkin-da. Yoki masalan qanaqadir mana tarixiy yoki bir xil eski domlarni buzib qurishmoqchi bo'ladi-da. Va talash anaqa nechta odam yashayotuvdi propiskada, bu yo'q, senga bermayman, kecha propiskaga kirgizgansan jiyaningni. Mana shunaqada, developer bilan uy egalarida ham qanaqadir mana shunaqa muammo. Va o'sha aytgandek, masalan, yo'lni kengaytirish natijasida yo'lni bo'yidagi mahallalarni buzib tashlashadi va propiska bo'yicha nechta odam bo'lsa, ularga dom berishadi, o'sha bir 35 kilometrda bo'lsa ham, masalan, shahar ichida bo'lsa bo'ldi, masalan. Shu kabi narsalarni oldini olish uchun ham adolatli qiymat yordam beradi. Endi mexanizm haqida gapiradigan bo'lsa, to'g'ri, misol uchun odamlar g'alati eshitilishi mumkin-da. Men uyimni qo'yib qo'yaman, kechqurun uxlayotganimda kimdir menga telefonga notifikatsiya keladi, bunday qarasam, uyimni sotib yuborishdi. Endi bu anaqa. Shu uchun sal-pal mexanizm ishlab chiqsa bo'ladi. Masalan, o'sha uyingiz narxini qo'yasiz, sizga birinchi kelgan taklifdan keyin siz o'sha narxni yana oshirishga haqqingiz bo'lishi mumkin bo'lishi kerak. O'shani oshirganingizdan keyin agar yana u taklif qilsa, sotishga majbursiz. Agar qilmasa, o'sha narxni kamida yana 1 yil soliq to'lashingiz kerak degan narsani qilib qo'yish kerak. O'sha rag'batlarni to'g'ri taqsimlash kerak. Shunda deb o'ylayman, ko'p biza hozir gapirayotgan muammolarimiz hal bo'ladi. Bu o'sha uy haqiqiy qiymatlari chiqadi. Buzadiganlar haqiqiy qiymat buzayotganini ko'rishadi. Men masalan oddiy misolda, men mana bunaqa narsa haqida ko'p o'ylayman-da. Masalan, mana hozir aytdim, mana parkka ko'rinadigan uy bilan ko'rinmaydigan uyga mana hozir Toshkentda narxi 50% farqda. To есть, ya'ni 100 so'm bo'lsa, bu yoqda kvadrati bu yerda 150 da. Endi kimdir o'shda masalan parkka kesib tashadi-da. Masalan, agar hozir shunaqadagi sistem bo'lganda, biz hozir bilardik aniq o'sha uylarga necha 100 million dollar yoki so'mlik o'sha zarar ko'rsatgan. Yoki masalan bolalar maydonchasini qursa, o'sha mahallada srazu aniq qiymat oshishi kerak. O'zi masalan ko'chmas mulk bozorida bu bor-da, lekin bu ko'rinmaydigan qismi. Bu masalan hozir nima deyman, domni qidirib, OLX qidirsangiz hamma yozadi. Masalan, детский площадкаga, ya'ni bolalar maydonchasiga mashinasiz boradigan joylar bor deb mana reklamalarda ham ko'rsatishadi. Masalan, bu domda bolalar anaqa o'ynaydigan joyda mashinalar yurmaydi deydi. Bu qiymat yaratuvchi narsa, o'sha uy narxi o'shani ham o'z ichiga olganda qanaqadir ma'noda. Lekin o'sha xuddi shu kvadrat bolalar maydonchasiga mashinalar boradigan arzonroq bo'ladi, masalan, uylarda. Masalan, o'sha bolalar maydonchasini buzib parkovka qilsa, siz ko'rasiz narxini. Shu kabi narsalarda ham hatto yordam beradi. Mana shu ma'na endi qisqaroq taklif, endi bu uzoqroq mexanizm tushuntirish kerak bo'ladi rag'batlar, lekin oddiy so'zlarda mana shunaqa narsa qilsak yaxshi bo'lardi deb o'ylayman, chunki hozirgi status quo menimcha qoniqarli emas. Men tushunishim bo'yicha hozirgi status quodagi eng asosiy muammolardan bittasi ingliz tilida enforcement, ya'ni masalan hamma uy narxini, ko'chmas mulkning narxini past qilib ko'rsatishga rag'bat tabiiyki bor, hamma kamroq soliq to'lash xohlaydi va hokazo, hattoki moliyalashtirishga qiyinchilik to'g'ri kelsa ham. Ya'ni asosiy muammo hozir adashmasam enforcement, ya'ni hech qanaqa uyni narxini yoki ko'chmas mulk narxini to'g'ri baholashga majburlaydigan
mexanizm yo'q yoki bo'lsa ham ishlamayapti. Va buni bitta yechim sifatida o'sha bozor mexanizmi agarda o'sha ko'chmas mulk egasi, uy egasi o'zi qiymatni to'g'ri baholay olib belgilasa va eng muhim mexanizm bu yerda threat, ya'ni sotib olishga qo'rquv borligi o'sha uyda yoki ko'chmas mulk narxini to'g'ri baholanishga majbur qiladi degan g'oya, ya'ni tushunchim bo'yicha, to'g'rimi? Ya'ni mana shu mexanizm kunni oxirida ko'chmas mulkka baholanishini o'sha o'z narxiga olib keladi demoqchisiz, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda asosiy enforcement. Endi qarang, okey, qiziq. Endi bu yerda bitta, endi hozir men bitta paytda o'ylayapman, ba'zi pushback qiladigan bo'lsam yoki ba'zi muammolarni gaplashadigan bo'lsak, aytaylik, bu yerda kelib chiqadigan bitta narsa shundan iboratki, uy narxini hozir uy egalari aksincha balandroq ko'rsatishga rag'bat paydo bo'ladi. Ya'ni okey, hozir bu yerda Toshkent City qurilar ekan yoki bu yerda qanaqadir bir ko'prik tushar ekan yoki bu yerda hozir qanaqadir bir boy odam kelib qanaqadir tadbirkorlik faoliyatini yuritadigan joy qurmoqchi ekan. Shuning uchun men hozir uyimni past etib qo'ysam, shu past narxda sotishga majbur bo'laman va kattani upside yo'qotaman. Shuning uchun men hozir uyimni 2x qilib aytaman BTIga va bu o'sha narxi bo'ladi deysiz va nariga sotib oluvchi uyni olmagan taqdirda ham o'z-o'zidan uy egalarida uy narxini balandroq ko'rsatishga va eng muhimi bu yerda soliqlarni ko'proq to'lashga majbur bo'lib qolishadi. Shunaqa. Va bu muammo emasmi? Va endi qarang, endi yechim sifatida o'zim o'ylab topadigan bo'lsam, bu yerda ko'proq soliq to'lashga majbur bo'ladi va u soliqlarni qayta taqsimlash kerakmi yoki kerak emasmi? Yoki soliqlarni qaytarib berish kerakmi, qaytarib berish kerak emasmi agar uyni sota olmasa? Mana shu haqida ham qarang, men mana shu haqida aytmoqchi edim. Yaxshi, to'g'ri aytasiz. Mana hozir agar men aytgan mexanizm ishlasa, hech kim bozor narxiga qo'ymaydi. Bozor narxi plus deltaga qo'yadi qanaqadir. Ya'ni masalan, ko'chish ham qiymati o'sha deltaga, misol uchun, men uyim 200 ming bo'lsa ham bozor narxi baribir meni psixologik narxim masalan 5-10 ming dollar anaqa olib narsalarni ko'chirishga ham baribir pul ketadi-da. Masalan, shunaqa qo'yishim mumkin. Ya'ni men har doim deltani ko'proq qilib aytaman. Lekin deltani juda ham ko'paytirib yormasligimni bu yoq tarafdan ezib turadigan narsasi, ko'paytirib yorsam soliqni ham ko'p to'lashimga majbur bo'laman. Men shunaqangi delta qo'yamanki, u deydi, sal matanalizga o'xshaydi. Shunaqangi delta qo'yamanki, u soliqda ko'p bo'lib ketmasligi kerak bo'ladi. Ya'ni ko'p qo'rsam soliq meni bu yoqdan anaqa qiladi. Kam qo'rsam meni uyim sotib olishadi. Ya'ni deyarli ideal anaqaga qo'yishga harakat qilaman-da. Ya'ni meni ikkita tarafdan ham suiiste'mol qilishga yo'l qo'yishmaydi. Endi soliq ko'proq to'lanadimi deganda, dollar qiymati bilan foiz haqida gaplashishimiz kerak. Mana hozir bizda soliq, mulk solig'ini foizini davlat oshirib kelyapti bir necha yildan beri. Mulk solig'ini foizini oshirib kelishini asosiy g'oyasi shundan iboratki, davlat ham biladiki, mulk adolatli baholanmaganligini. Bizda qiziq anaqa tizim mavjud. Misol uchun, tijoriy mulkka soliq foizi balandroq, xususiyga pastroq. Endi buni anaqasi ham qanaqadir ham odamlarni himoyalash deyish ham mumkin boshqa, lekin ko'proq soliq tortishda ham-da, ya'ni o'sha rag'bat bo'lishdi. Men aytayotganim, taklifim qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, hozir deylik, davlat qanchadir ham milliard, trillion mulk solig'ini oladi yiliga, har soliq tortadi. Dollar o'sha so'm qiymatida. Men aytayotganim, misol uchun, inflyatsiya darajasi yoki inflyatsiya darajasi plus qanaqadir ham x yoki minus qanaqadir ham x fiksировать qilib o'sha soliqni mashi islohotni qilish kerak bo'ladi va albatta siz aytganingizdek foizini katta, qarang, baza haqida gapiradilar, soliq baza haqida. Bazangiz qanchalik katta bo'lsa, shuncha kichkina foiz ola olasiz. Ya'ni masalan, hozir 1% olayotgan yoki 0.65% olayotgan joyingizda 0.1% da ham o'sha tushumga ega bo'lishingiz mumkin fiskal organ sifatida. Ya'ni soliqchilarga agar buni aytsangiz, ular qo'rqadi, yo to'xtang, kam tushib qolsa-chi deydi. Men ularga qo'rqmanglar, kam emas, shunaqa ko'p tushib qolishi mumkin. Nima
qilishni bilmay qolamiz deydi. Ya'ni iqtisodchilarda fikr bor, ani starve the beast deydi. Ya'ni fiskal idorada pul ko'p bo'lsa ham yaxshi narsa emas o'zi bu. Ya'ni odamlardan soliq ko'p, dollarda ko'p soliq, so'mda ko'p soliq to'lashga men ham tarafdor emasman. Men aytadiganim o'shani qanaqadir fiksatsiya qilib turib, indeksatsiya qilsak bo'ladi va o'rganib olamiz. Ikkinchi eng muhim narsa. O'sha hamma umumiy qozonga mulk solig'ini to'laydi. Davlat o'zini o'sha kelishilgan ulushini oladi va qozonni mulk hammani mulkidan masalan endi har xil kimdir masalan suveren boylik fondi O'zbekiston mulki degan narsani yaratish mumkin. Kimdir hamma mulkdorlarga tarqatib beringlar, qaytarib deyish mumkin yoki hamma fuqarolarga tarqatib beringlar deyish mumkin. Chunki har xil nima desam ekan, adolat anaqasi ham bor-da, misol uchun deylik, kimdir katta mulkdor, kimdir kichkina mulkdor, unga foizni ko'p berish kerak, kam berish kerak. Bu nima desam ekan, siyosiy faylasuflar buni hal qilishsin deb o'ylayman. Iqtisodchi sifatida o'ylayman. Boshda bitta to'g'ri. Men aynan mana shu joyda hamcha Glenn Whale'ni boy aytganiga tushsa kerak. Chunki bu diskussiyada soliq to'lovchilar bitta ovoz deysiz-ku, masalan, hamma ovozlar bu masalan faqat yo'nalish ko'rsatadi. Masalan, men ovoz beraman, lekin qiymatini bermaydi. Ani Glenn Whale'da shu quadratic wording deganda, masalan, agar siz o'sha milliy xavfsizlikni 2 barobar ko'proq qadrlasangiz qo'shningizdan yoki agar mahallangizda data center qurilishiga siz 2 barobar ko'proq rozi bo'lsangiz, sizning ovozingiz 2 barobar ko'proq qiymatda baholanishi kerak. Mana shu Glenn Whale'ni mashqqa tiqib keting. Nimaga shu mana shu qolgan puliga yoki o'sha berilgan puliga nisbatan u xuddi mana lotereyni biletni nechta qanaqa narsa lotereyada o'ynalyapti deylik. Siz ko'proq lotereya bilet olsangiz, ko'proq ta'sir qila olasiz o'sha anaqasiga, foizda. O'shanga ko'proq mulk solig'i to'lagan odamlar ko'proq lotereyni bilet bo'ladi. Foizda misol mana hozir bizda anaqa O'zbekistonda ko'p anaqaga bog'liq bu solishtirish uchun open budget bor-ku. Mana open budget hozir ham bitta odamga bitta telefon, bitta SMS qilishyapti-yu endi. Undan oldin buni sal teskarroq. Ya'ni bitta odamga bitta SMS emas. Kim ko'p soliq to'lagan bo'lsa, unda ko'proq bileti bor va u pulni qayerga yo'naltirishga u ovoz berish mexanizmini qilsa bo'ladi. Ya'ni o'sha open budgetdagi yoki qayerga masalan qanaqa proyektlar bo'ladi, o'sha yo'naltirilayotganda o'sha odam solig'ini ulushi foizda yo'naltiradi. Masalan, kimdirda 0.0001%, kimdir 0.02%. 2 barobar ko'p soliq to'lagan. Endi qarang. Mana shu narsa ijtimoiy tovarlarga salbiy yaratilishiga salbiy rag'bat bo'lmaydi. Masalan, o'sha mahallada juda badavlat odamlar tabiiyki ko'proq soliq to'laydi. Uni yeri katta, uni uyi ko'proq anaqa, u boyiga enforcement mexanizmi orqali uylarni osonlikcha sotib olgan, katta qiymatda va aytaylik shu badavlat odamda farzandi yo'q yoki katta yoshda u uydan chiqib ketgan va u odamdagi bog'cha bilan maktab muhim emas. U tumanda, masalan, men juda ham 60 yoshli badavlat odam bo'lsam, men uchun maktab bilan bog'chani sifati umuman qiziq emas. Lekin qo'shni yer uchastkasida kichikroq soliq to'laydigan, lekin kamroq qiymatga ega bo'lgan xonadonda yosh oila yashaydi. Lekin ular bog'cha bilan maktab qiziq. Lekin uning ovozi sizning mexanizmingiz bo'yicha ancha kamroq hisobga olinadi. Bu muammo emas. To'g'ri, men shuni aytaman. Hamma bu taqsimotda falsafaviy trade-offlar mavjud bo'ladi-da. Ya'ni masalan, ikkinchi tarafdan mana qilishimiz mumkin. Kelinglar, inson boshiga chiqqan pulni qaytarib beramiz, ya'ni cashbackdagi masalanda, cashback tizim bor soliqda. Lekin u masalan har bitta PNFLga bittadan tushadi. Ana siz aytgan SMS keladigan tizim qilib qo'ysangiz-da. U masalan o'sha qo'shni kichkina xonadonda 8 ta bolasi bilan yashasa, ularga 10 ta chek tushadi. Ani er xotin tushsa 2 ta chek tushadi. Undan 10 barobar ko'proq soliq to'lagan. Masalan, endi va aytishimiz mumkin, yo'q bu ko'proq soliq to'lagan ko'proq olish kerak, kamroq soliq to'lagan kamroq olish kerak. Bu men aytayotgan bu siyosiy falsafaroq narsa, lekin men aytmoqchiman, hammani deylik teng xursand qila olmasligi mumkin siyosiy falsafa. Lekin hamma mexanizmni to'g'ri taqsimot qiladigan adolatli soliq qila olamiz. Ya'ni taqsimot o'zi so'zi orqali masalan doim kimdirni ya'ni juda ham xursand qila oladigan narsa emas. Mana hozirgi taqsimot masalan deylik, mana O'zbekistonda regional ma'noda aytsangiz, masalan Toshkentdagi deylik sharoitlar ixtiyoriy viloyatdagi sharoitlardan yaxshiroq. Bu
mavjud, ya'ni necha yillardan beri mavjud. U SSR paytida ham shunaqa edi. Masalan, hamma yaxshi narsalar ko'proq Toshkentda boshqa joylardan ko'ra. Bu taqsimot ham mavjud. Lekin bu taqsimot qanaqadir ko'rinmaydigan taqsimot. Men ijtimoiy tovar ma'nosida ham aytyapman. Masalan, maktab deysizmi, teatr deysizmi, ixtiyoriy narsa. Va hokazo va hokazo. Bu men o'ylaymanki, agar ishlasa, qanaqadir ma'noda hozirgi taqsimotdan sal yaxshiroq ham bo'lishi mumkin, regional ma'noda ham. Tushunasizmi? Misol uchun mana kim anaqa nima deydi, hisoblashga to'g'ri keladi-da, anaqa odamlarga. Va masalan, Open Budget mana ko'rsatdi, Toshkentdagilar ham Toshkentdan turib, deylik o'zini bir xillarda o'zi chiqqan shahar va qishloqlardagi narsalarga ham oz berishganini ko'rdik-da. Ya'ni men o'ylaymanki, bizda hozir taqsimot shu darajada bir mavhumki, buni shaffoflashtirish jamiyatdagi muhim suhbatlarga olib keladi. Hozir siz aytganingizdek. Masalan, men deylik ko'p bolam bor. Menga masalan maktab muhim. Kimdirga umuman maktab muhim emas. Kimdirga masalan nima deydi, boshqa eng katta narsa, men O'zbekistonda ko'rayotgan eng katta anaqadan bu hududlararo taqsimot-da. Masalan, deylik Toshkent ijtimoiy boyliklari haqiqatan ko'proq, endi yetakchi shaharlardek emas albatta, lekin ko'proq. Buni qanaqa qilamiz desak, masalan, insonlar hamma yoqda taxminan ko'p bo'lgani uchun Toshkentdan sal tortiladi, deylik, buni ne'matlari. Men buni masalan tarafdori bo'lgan bo'lardim. Ya'ni son boshiga qanaqa hisoblasangiz ham, baribir Toshkent qimmatroq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, so'mda baribir yutib chiqa olmaydi Toshkent. O'shanga taqsimot o'z-o'zidan masalan viloyatlar darajasiga o'tib ketishini xohlardim va bu narsa buni kafolatlab ham beradi-da. Chunki son boshiga bo'lamiz, qanaqadir ma'noda ham-da. Toshkent masalan 2 barobar qimmatroq bo'lsa ham, masalan, hamma yoqdan kvadrati 2 barobar qimmatroq bo'lsa ham, baribir ham kvadrat metrda boshqa viloyatlar ko'proq olishni boshlaydi-da. Qarang, boyga anaqa odam o'zini uyini qanaqa baholaydi? Masalan, men uyimni baholashni bilmasam, masalan. Masalan, podkastda ishlayotgan odamlar bo'lib turibdi, "Xo'p, okey, men qiziq, sounds good, doesn't work" deb aytish mumkin. Masalan, men uyimni narxini 20 mingga remont qildim. Mana 20 mingga remont qildingiz, qo'shningiz o'tgan kuni 70 mingga sotdi uyingizni. Siz aytasiz, "Mayli, to'q masalan, uyingizni qanaqa baholayman" deganingiz mana bunaqa. Sizga necha pul bersa shu uydan chiqib ketardingiz degan savol bo'ladi-da unda. Chunki o'sha nima bo'lib qolishi mumkin, o'sha aytgan gapi haqiqat bo'lib qolishi mumkin. Bu sizga necha pul bersa bu uydan chiqib ketardingiz degan savolga javob, men chiqib ketganimda ana uyga sotib olishimga bog'liqdir. Masalan, men chiqib ketganda bitta uy sotib olishim kerak-ku. Masalan, AQShda ham uy bozorida uyni sotayotganlar xohlagancha sotmaydi-da, majburiydan. Odamlar o'zi uyini nega sotadi, sotib oladi, yangi ishga ko'chib o'tsa, yangi o'qishga kirsa, masalan, yoki ish joyini o'zgartirsa, turmush qursa va hokazo. Ya'ni odamlarda uy sotib olish ko'pincha anu liquidity masalasidan bo'lmaydi deb o'ylayman. Masalan, odamlar uyini sotib, uni puliga startup qilish ehtimol ancha kamroq, ham kam. Shuning uchun men uy sotsam, narigi ko'chib o'tadigan uyimni sotib olishimga bog'liq. Men uyimni sotaman, faqatgina narigi uyni sotib olishga yaqin bo'lsam. Qo'shibman, ustidan ayiribman, masalan, bo'ladi. Masalan, shahar markazidan uy sotib yuboraman-da, keyin masalan Kelesga ko'chib, hovlida turaman. Endi masalan, ko'p odamlar bor, masalan, shahardan uyini sotadi-da, men mahallalardan-da, keyin borib Qibrayda katta 20 sotib oladi. Bu yerda 2 sotib narxiga-da, masalan. Men aytmoqchiman, qarang, mana uyni narxini narxlayotganda, masalan, odam hozir odatda odam mana yashab turibdi, bu uyda 50 yildan beri bitta oila. Hech qachon uyni narxlash ularni xayoldan o'tmagandir. Lekin nima o'tgandir, mana o'sha o'g'limizni uylantirdik yoki mana bilmadim, navarali bo'ldik, ularga yangi xonali qilish kerak, ularni masalan domga chiqarish kerak masalasi. Shunaqa endi o'zbeklarda shunaqa masalalar. O'sha masalalar bo'layotganda ular qarashadi, domni narxi qanaqa, boshqa deb, ana uyni sotish fikri qanaqadir siz aytganingizdek o'zgarishlar natijasida O'zbekistonda ko'pincha bolalar katta bo'lish deyiladi bu narsa. Endi bizda aytish kerak, Amerikadan farqli o'laroq hech kim deyarli ko'chmaydi, faqat viloyatlardan shaharlarga, shaharlardan balki Toshkentga kelishadi. Bundan tashqari masalan hech kim deylik Farg'onadagi odamga nukusda ish berishmaydi, bunaqa ko'chishlar kam, afsuski aytmoqchi. Lekin endi harbiylarda boshqalarda bordir, lekin juda ham kam boshqa. Navoiyga bo'lishi mumkin faqat. Juda ham kam viloyatlararo ko'chishlar. Toshkent qanaqadir anaqa bo'lib qolgan. Endi qarang, bu suhbatga kirishni boshlaydi va har doim o'sha oila o'ylaydi, xo'p,
uyimiz o'zi necha pul turar ekan deyishadi. Ha, masalan uylar deylik, masalan qanaqadir masalan Husanov mahallasi, mana Chilonzordagi Mevazor mahallasida bir sotkasi masalan $30,000 ekan. Xo'p, mana masalan hozir Husanov uylandi. Balki chiqarishmoqchidir, endi bilmadim. Va shunaqa ya'ni baholanish anaqasi baribir keladi ko'p oilalarga. Ya'ni taxminan biladiki uyni qiymatini. Va masalan ko'p odamlar bilan gaplashsangiz shu aytadi. Ya'ni uyimizning bahosi masalan 350,000 deyapti bozor yoki 500,000 deyapti bozor. Lekin bizga endi masalan 300,000 deyapti bozor. Bizga masalan 4 o'g'il bo'lganimiz uchun 4 ta kvartira kerak. 4 ta kvartirani 300,000 ga ola olmaymiz yoki 90,000 dan bo'ladi 360,000, ya'ni 60,000 yig'sak ko'cha olamiz degan o'sha fikr ham bo'lishi mumkin yoki kredit olamiz. Ya'ni mana shunaqa fikrlar baribir keladi. Ya'ni ko'pincha O'zbekistonda ham, endi AQShda hamma o'zini uyining narxini biladi, ana Zillowga kirib ko'rib o'tiradi-yu, nima bo'lyapti narxiga deb. Lekin ular ham pasaytirilgan. Pasaytirilgan, albatta pasaytirilgan. Masalan, bir xil shtatlarda xususan Texasda uyi narxini kadastrga siz aytmaysiz. Aytsangiz ham kamroq aytasiz, u kadastr tekshiradigan anaqasi yo'q. Ya'ni aniq asos bo'lgan narsa yo'q. Masalan, Zillowga kirsangiz ko'rsatadi, masalan, estimated value-ni, taxminan uy narxini ko'rsatadi, lekin soliqni kamroq to'lashadi, masalan. Chunki anaqada BTIda shartli siz uyni necha pulga sotib olganingizni, masalan, uy sotib olasiz-ku, uyni necha pulga sotib olganingizni davlatga aytmaysiz hech qachon. Chunki assessmentga narx oshib ketishi mumkin. Chunki property tax oshib ketadi va hokazo. Endi bu unikal narsa, chunki unikal xos narsasi. Chunki yagona davlatni soliq ko'taradigan manbai Texasda uy. Chunki daromad solig'i daromad solig'ini hech kim bo'ta to'lamaydi. Lekin to'g'ri, shunisi bor. Ya'ni har doim ham, lekin boshqa shtatlarda o'sha Zillowdagi uy narxi o'z real narxiga yaqinroq, to'g'ri. Endi qarang, men aytmoqchi bo'lganim, bizda ham mana bu uyi sotmagan odamlar ham baribir ham uyini narxi haqida fikr yuritishadi. Boshqa shu aytganingizdek, masalan, oilasidagi tarkibi o'zgargani bilan ko'pincha ko'paygan natijasida masalan fikr bo'ladi. Lekin uyga yig'ayotganlar ular doim masalan uylar narxini bilishadi. Masalan, men aniq bilaman, uy olmoqchi bo'lgan, uy olish haqida o'ylayotgan tanishlarim, o'rtoqlarim butun Toshkentda har bitta kvadratni ipignasigacha narxini biladi-da, yoki tam. Mana bu deylik uy turar joyda mana bu taretse buncha narxda turadi. Bunisi shu darajada yaxshi bilishadi. Ya'ni uylarni deylik haqiqiy narxi qanaqadir ma'noda desam sir emas-da. Lekin bu odam uy egasidan ko'ra yaxshiroq biladi do'st. Masalan, o'sha uyda yashaydigan odamdan ko'ra shu tanishingiz yaxshiroq biladi. Demak, uni bozori endi yashab turgan odam, masalan, biz yashab turibmiz, men bilmayman uyimizni. Sotmoqchi bo'lsa, nima qilamiz? Ko'pincha qanaqa realtorlar orqali bo'ladi. Realtorga aytasiz, realtor qaraydi, "Men bunchaga sotib beraman" deydi yoki "Bunchaga sotib bera olmayman" deydi. Yoki masalan, mana bir xil uylar bor. Bizning bitta mahallada bittasi yerini sotdi, bilmadim, 3 haftada sotib yubordi. Bittasi bor, masalan, 27 yildan beri sota olmayapti-da. U narxini anaqasida-da, ya'ni u masalan nechidir millionga basseyn qurganman deydi va uni o'zini fikri bor o'sha. Va u fikrdan qaytmaydi, sotmaydi, o'zi yashab yuraveradi. Lekin sotasanmi, sotaman deydi. Masalan, har doim sotilibdi anaqa. Kimdir 2 haftada sotib oladi. Ya'ni men o'ylaymanki, juda ham tez odamlar hisoblab ola oladi anaqa. Mana qanaqadir ma'noda mana bunaqada. Agar qaysidir developer kelsa o'sha bir domlarga, hozir bir ikkita bo'ldi, hozir men yo'q ketdi. Eskiroq domlarga developerlar kelishardi-da. Endi men bilganim Shantur tumanida bo'ldi. Misol kelishdi, bizdan anaqadan so'rashdi. Nech pulga sotasizlar deb so'rashdi va o'rniga o'rin o'sha qiymatni qurib bergandan keyin kvartira beraman deydi yoki naqd sana beraman deb taklif qildi developer o'zi. Ya'ni sizlar ikkita taklif berdi. Birinchisi masalan aytgan narxlarni beraman, misol uchun bozor narxida boshqada. Ikkinchisi anaqa o'sha qurib bitkazganimdan keyin men bu o'sha masalan deylik 70 mingga baholagan bo'lsangiz, kvadratini mamchidan hisoblaymiz, qimmat bo'lib ketsa ham shundan sotishga majburiyati bilan qilaman dedi. Men eslolmayman-da dialog. Ya'ni nima demoqchiman? Ko'p masalan uylarga, hovliga odamlar kelib taqillatadi-da, aytadiki, masalan uylarni sotib olmoqchiman deydi va u dialog bo'ladi. Endi bir xil ko'pincha realtor joyiga teganda ko'pchilik olmaydi ham trubkani. Lekin qanaqadir ma'noda uyini to'g'ri baholab olishga imkon mavjud-da. Bozor baribir, ayniqsa uy bozori
nima desam ekan, odamlarni miyasida baribir katta anaqani oladi. Katta hamma uy olmoqchi bo'ladi, uy olgan, uy haqida fikrlaydi-da. O'zbekistonda ayniqsa boya aytgandek, insonlarning asosiy boyligini ushalish anaqasi, instrumenti uyda. O'shanga odamlar har doim qanaqadir ham anaqa, nima deydi, осознанный deydi-yu. Ayniqsa misol juda ham boylar to'g'ri bilmasligi mumkin. Mana juda odam boy bo'lsa, unga uy, masalan deylik, sizda agar uy jamg'armangizni butun boyligingizni masalan 5% bo'lsa, uni to'g'ri qiymatini bilishingiz sizga kerak emas turamda, endi ko'pchiligi. Lekin hozir masalan bozorda uylar oldi berdi bo'lyapti-ku bor. Masalan, hech kim adashmasam uyini juda katta farq bilan aldanib sotmayapti masalan. Ya'ni davlat bilmay qo'yapti. Masalan, to'g'ri BTI kadastr soliqlar kamroq tushmayapti, ularda ba'zasida kamroq. Hozir naqdsizga shunga olib kelishyapti-da. Lekin odamlar ahmoq emasmi? Masalan, bozorda siz 20 ming deb ko'rsatgan uyingiz BTIda 400 mingga sotilyapti, masalan, odamlar dollarda sotyapti-yu. Ya'ni sotuvchi ham, beruvchi ham baribir biladi uy narxini ish pulini bozorda. Hamma uyini narxini to'g'ri baholab oldi berdi deb qoldi. Shuning uchun masalan, men mulk egasi bo'lsam, men aytaman, menga qizig'i yo'q, soliqingni ham, maktabingni ham yo'qot, men sotuvchi yoki beruvchi bilan kelishib savdo qilamiz, soliq kamroq to'laymiz deyishi mumkin masalan. To'g'ri. Men ham aytaman, zo'r ideya deyman, lekin bitta narsa, masalan, ertaga uyingiz buzilsa, o'sha 20 mingdan kompensatsiya qilishadi-da. Mana mashinasi muammoda. Hozir davlat bizga ikkita tomondan bu narsaga kelmoqchi. Mana hozir kelayotgan narsa bittasi uylarni sotib olishda naqd tranzaksiya qilish mumkin emas deyapti. Ya'ni biz ko'raylik, o'zi qanaqa bo'lyapti? Masalan, quruvchilar ham uy quradi, dokumentda 5 ming dollar deb yozadi, o'zi 500 ming dollarga tranzaksiya qiladi. 495 mingni naqd beradi o'sha anaqaga. Hozir davlat aytadiki, yo'q, faqat anaqa. Endi yana xuddi shu davom etadi. Endi bu ko'p narsaga bog'liq. O'zi masalan deylik, o beton bilan shebinni naqdga olgani uchun quruvchi u ham input output. U anaqa-yu, lekin o'zi aytish kerak bo'lgan joyi qanaqaki, haqiqatdan mana uyi hamma o'zi to'g'ri baholab sotib yuribdi. Bu normal emas. Men aytayotganim shu narsani revelation deydi-yu, iqtisod mana ochib berishga rag'bat yo'q odamlarda. Mana hozir quruvchi ham, oluvchi ham uyini narxini ochib berishga anaqasi yo'q. Rag'bati yo'q. Men aytayotgan narsa nima bo'ladi? Qanaqa rag'bat bo'ladi? O'sha agar manaqa masalan bosh ustiga 10 barobar kam yozsangiz bo'ladi, lekin ertaga kimdir nimadir qilmoqchi bo'lsa, mana shunaqa bo'ladi. Va men ko'p narsalarda o'ylayman, misol uchun mana bu davlatga ham, bizda eng katta mulkdor kim? Davlat, to'g'rimi? Davlat ham o'z mulkidan soliq to'lash kerak. Aytmoqchi, bu ham istisno emas. Misol davlat binolari ham to'lash kerak bu narsada. Bu ham istisno bo'lmasligi kerak. Men anaqa hayron qoldim. Bir xil, xo'p, spesifik misol bersam sal anaqa bo'lib qoladi-yu. Men spesifik misol o'ylab topib berik. Bu o'ylab topilgan misolni tasavvur qilaylik. Masalan, davlat idorasi bor, uni data sentri bor. Data sentr Toshkent markazida joylashgan. U 900 kvadratli 4 etaj, 900 kvadratdan 4 etajli bino. Bu anaqami? Faraz deylik. Faraz aka. Chunki hozir Google qilib Toshkent markazida karikatura deylik. 3600 kvadratli binosi bor, qaysidir ham davlat idorasini. U yerda misol uchun ma'lumotlarni saqlaydi. Endi bu davlat idorasi bo'lgani uchun, mulk solig'i deyarli yo'q bo'lgani uchun, o'sha markazda o'sha bino turibdi-da. U masalan binoni haqiqiy qiymati o'nlab million dollarda. U yerda masalan savdo markazi ham bo'lishi mumkin, u yerda mehmonxona ham bo'lishi mumkin. Nima, ya'ni juda ham qiymatli bino. Lekin u yerda hech kim pul aylamayotgani uchun tekindagi tuyulyapti. O'zi qanaqa bo'lishi, agar davlat o'sha yerdan har masalan o'shani haqiqiy masalan 15 millionlik bahosini qo'yib, o'shda nechidir foiz to'xta nima qilamiz biz shahar markazida data center qilib, u anti Mirzacho'lda qilib qo'yaylik misol uchun. Uni plus minusi yo'q yoki masalan mana shunaqa narsalarda ham ancha tarbiyalanardiki, qayerda nima qurish degan yoki qayerda nima bo'lishi kerak, qayerda nima joylashish kerak degan savolga ham to'g'ri javob berilardi. Aynan davlatni taqsimoti orqali ham. Ya'ni narx davlatga hozir umuman tasavvur bir qilardi. Umuman markazda bo'lish kerak emas bo'lgan binolar ham masalan davlatga tegishli bo'lgan markazda bo'lib qolyapti va teskarisi hamda shu ma'noni aytyapman. Kakasam kompyuterim ikkinchi anaqasida kecha o'qib o'tirdim. AQShda
data markazlar hammasi yangi qurilyapti, hammasi rural area, ya'ni uzoq remote odam yashamaydigan qishloqlarda. Ya'ni odam yashaydigan emas, odam yashamaydigan qishloq uzog'ida nimaga rag'bat? U yerda soliq kam, u yerda yer olish oson va hokazo. Hech kim hozir masalan New York markaziga borib data markaz qurmaydi-da, masalan yoki masalan O'zbekistonda deyarli hamma ayniqsa davlatga tegishli hamma data markazlar juda ham qimmat davlatga tegishli bo'lgan binolarda joylashganda. Muammo bundan iboratki, shahar hokimiyati yetarli qiymatda soliq tushumi olmayapti. Masalan, agar o'sha yer yoki agar davlat o'zi soliq to'laganda yoki o'sha yer taqsimot bilan davlatdan olinganda shahar byudjeti ko'proq soliqni yig'ib oladi. Ko'proq soliq yig'ib oladi, ko'proq ijtimoiy anaqalarni yaratardi, bu o'z yo'liga. Lekin men aytaman, to'g'riroq taqsimot ham bo'lardi-da. Mana shu to'g'ri taqsimot menga juda ham muhim iqtisodiy sifatida ham, ya'ni boya aytgandek, masalan, bekor turiladigan binolarni ro'yxatini hokimiyatlik qilib, har bitta bazaga taqlatib, qachon zavodingni ishga tushirasan deb yuribdi-da, endi qanaqadir. Chunki ular bo'sh turibdi, hech kim bilan ishlatmayapti. Chunki anaqa mana shunga mana siz o'tgan taklif xonadonlar yoki kvartiradan ko'ra menimcha ko'proq ham ko'chmas mulk bor anaqasi ko'proq. Chunki bu bozorda siz sentiment yoki psixologik, masalan, kechasi uyni taqlatib uyim sotib oldim degan notification olish, mana shu anaqalar ko'chmas mulk bozorida umuman olib tashalgan deb o'ylayman. Menimcha shuning uchun men g'oyat ko'proq ko'chmas mulk bozorida ishlayman. Tijoriy ko'chmas mulkka taalluqli. Tijoriy. Mani qo'rqitadigan narsa endi mana shu umuman O'zbekistonda hammani. Bu snoslarda, masalan, Toshkentda eskiroq mahallalar bor-da, hammasiga borsangiz, mana iqtisodiyot qonunlari qanaqa ishlaydi-da. Eski mahallalarga borsangiz, sharoit dabdalada. Nimaga dabdala desangiz, 30 yildan beri qizil liniyadan. Ha, hech kim uyni remont qilmaydi. Nimaga remont qilmaydi? Chunki buziladi. Bir xil joylar bor, 65-yildan beri buziladi degan anaqa bor. Sulh nima deydi? G'iyba nima? Mishmish bor, hech kim remont qilmaydi. Ularda misol uchun mana o'shanaqa mana bu o'nlab mingta odam yashaydi bunaqa joylarda-da. Ya'ni bu masalan bu faraz ma'nosida emas. Ko'chalarni remont qilmaydi, yashayveradi, odamlar uyini yangilamaydi, boshqa qilmaydi. Shaxsiy tajriba bor. Ha, shaxsiy, ya'ni kimdir mishmish chiqargan, bu mishmish bormi, tegi yo'qmi hech kim bilmaydi, lekin muammo o'sha under investment. Nafaqat agar tijoriy ko'chmas mulk bo'lsa ham bozorda kapitali taqsimotiga ham salbiy ta'sir, chunki masalan o'sha uylar narxi sun'iy emas, bozor narxida past. Chunki endi qarang, o'sha mahallada tursangiz, siz ikki dunyoda sota olmaysiz. Chunki bozor ham biladi-da, u buzilishi mumkinligini. O'shanga masalan, o'sha mahallada 1 kvadrati 1 so'm bo'lsa, ko'chada 10 so'm. Chunki u yerda olish uchun qanaqadir vashi bir anaqa bo'lish kerak. Va mishmishni kuchliligiga qarab, keyin u mishmish self fulfilling bo'lib qoladi. Masalan, qanaqa ma'noda self fulfilling? Ya'ni o'zini o'zi oqlovchi. O'sha mahallalar xarob bo'ladi, keyin davlat aytadi, "Ya, bu mahallalar xarob" deydi, qanaqa developerga arzonga bera oladi. Endi qarang. Tushunyapsizmi? Men davlat bo'lsam, mishmishni men chiqargan bo'lardim. Albatta. Yo'q, men developer bo'lsam chiqargan bo'lardim-da. Chunki men davlat bo'lsam, naborot, men developerdan ko'proq mishmish chiqargan bo'lardim, chunki yoki developer bilan collusion qilar. Ha, o'zi shunaqa. Mana anaqa endi anaqa endi mishmish darajasida bilmayman qanchalik anaqa рабочий городок degan mahalla bor, bilasizmi? Anaqa nima Malikani bu yoqda. Qadra mishmish bo'ldi, oldin mishmish bo'lar, buzilardi deganda, narxlar pastida. Hozir yangi mishmishga ko'ra u buzilmaydi-da. Narxlar oshib ketgan. Hech narsa o'zgarmagan o'zi. Masalan, mahalla qanaqa bo'lsa, keyin nima qizig'i bilasizmi? Ancha obod bo'lib qoldi mahalla. Bizlar endi qarindosh yashaydi, odamlar trotuarlarni anaqa qilib, boshqa qilib, o'zligisi mahallaning ichida investitsiya qilishni boshlashdi, boshqa qilish boshlashdi. Kimdir uyda misol uchun ikkinchi etaj ko'tardi. Oldin anaqa edi-da. 4 armaturani olib tashlashdi. Ha, masalan-da, shunaqa aytmoqchiman. Hozir men aytayotgan gapda anaqa kimdirga nazariy tuyulishi mumkin, lekin Toshkentda juda ko'p, eski shahardagi ko'p mahallalarda shunaqa. Ya'ni nechinchi yil men o'sha boya aytdim, anaqa dodamlarni uyi Toshkent sistemida, o'shanda bir dodamlar gaplashgan aytdilarki, 66-yil yer qimlagandan keyin mishmish chiqqan-da, o'sha mahalla buziladi degan. 2018-yilda buzildi-da. Va o'shanga ham bor, o'sha eski paxsa devor qolib ketdi o'sha mahallada. O'sha men Ezi diyor degan to'yxona orqasida ularning hovlisida butun hovli paxsa devor, shunaqa tako xarobaroq edi-da, lekin
sababi qanaqa edi? Misol uchun u yerda ham oq tunukadan yaxshi beton uy qursa bo'lardi, lekin shu aytgandek 66-yilga erqimlagandan beri mana bizishadi dedi. Odamlar o'lib, umrlari o'tib anaqa bo'lib ketdi-da. Keyin o'sha haqida aytmoqchi. Mana qarang. Mana shunaqa mish-mish chiqarilgan, mana shunaqa joylarda nima eng yomoni? Odamlar doimiy anaqada yashashadi. Qo'rquv aralash, mavhumlikda-da. Chunki siz yashab turgan uyni sota olmaysiz. Uni hech narsa qila olmaysiz, qiymatingiz yo'q va bu sotib olmaydi hech kim. bozori ham yo'q buni. Masalan, sotayotganingizda alda olmaysiz. Masalan, Yunusobodda ko'p mana mahallalar bor. Mana Redisning orqasidan 10 taraf yursangiz, o'sha Amir Temur ko'chasining bu yoqida mahallalar bor-ku. Endi bilmayman, hozir men mish-mish anaqa qilyapti. Kimdir aytadi, buzilishi mumkin deyapti-da va bilmayman, ishongan anaqa yo'qda, qanaqadir bir reja. Masalan, o'zi narxi reja, qani uzr gapingiz bor. Game plan. Masalan, do'latchisi mana hurmatli fuqarolar, mana game plan 50 yil teyilmaydi. Mana qizil liniya, mana sariq liniya, mana kulrang liniya. Ko'chama-ko'cha bay game plan qilinsa, shu yechim bo'ladimi yo'q? Men o'ylamaymanki yechim. O'zi game planga masal anaqa skeptik qarayman-da. Qanaqa rayonni bozor qilish kerak deb o'ylayman-da. Game plan hozir chinovnik o'tadi, masalan, hop deydi, mana shu Amir Temur ko'chasidan 200 metr kirganda mehmonxona bo'lish kerak. Bilmayman, mehmonxona bo'lmasligi kerak. 10 yildan keyin bo'lish kerakdir. Masalan, deb bo'ladi yoki anaqani Svязь institutini общежитияsi bo'lish kerakdir. Endi bilmadim, balki o'sha iqtisodiy ko'proq qiymat berar o'sha quruvchilarga. Lekin Fanlar akademiyasini yeri olib qo'yib, olib qo'yibman. Hadya qilinib. Endi men Twitter yozgandim. Kim ichimizda hadya berish xohlamaydi hokimiyatga? Men uchastkamni butun umr orzu qilganman, shahar hokimiyatiga balansiga sovg'a qilib yuborish kerak. Meni orzuyim. Bunaqa orzularim yo'q. Fanlar akademiyasi ham istisno emas. Ya'ni mana shu narsada men o'ylaymanki, mana shunaqa muammolarni yechardi-da bu anaqada. Anaqada ham bu masalan Toshkentning muammosi deyish mumkin ko'pchilik. Viloyatlarda ham shunaqa. Ya'ni odamlar bor, masalan, o'sha Desotodagi, misol uchun 4 ta anaqa qilib o'sha qanchadan beri yashadi, hujjat chiqmagan, kadastr chiqmagan, chunki qachondir buziladigan narsa bor va umr o'tyapti, qiymat yaratilmayapti va hokazo va hokazo-da. Mana shu anaqa bor. Domlarda ham shunaqa ekan. Men 2 etajli Sergelilarda men baraklarga o'xshagan domlar ekan. O'sha nechinchi yil bu 52-yilda qurilgan 2 etajli domlar bor Toshkentda ko'rsangiz, bizda kottejlar. Yo'q, kottejlar aytasiz. 2 etajli dom. Dom-da, как бы, kottej emas. Ko'p kvartirali uylar, podyezdda bor, 2 etajli eskicharoq uylar ko'rganmisiz? O'shalardan qanaqadir mish-mish tarqalganda, mana shu Bobur ko'chasida bor masalan. Mish-mish tarqalgan, qachondan shu 2 etaj nechinchidir ham yildan keyingilarni davlat buzadi deganda, mana hozir ham borsangiz xaroba, dvori ham dabdalasi chiqyapti-da. Men masalan, iqtisodchi bo'lib turib bilaman, mana shu uy xarobaligining sababi kimdir qachondir ham mish-mish chiqargan, o'sha 50 nechinchi yildan oldin qurilgan uylar buzilarmish, avariyniy situatsiyada ekanmish. Lekin men o'ylayotgan bu avariyniy situatsiyaga tiqib qo'yadigan narsalar shu mish-mishlar. Chunki uy masalan sizlarda bir 30 ta odam yashaysa domda buzadigan mish-mish chiqdi. Kim hozir podyezdda hozir yangi ta'min qiladi yoki investitsiya qilib misol uchun eshiklarni to'g'rilaydi va hokazo va hokazo. Mana shunaqa narsalarda bizlarning masalan yashab turgan joylarimiz, anaqalarimizga investitsiyalar ham kamaydi. Masalan, mahallada qiymat kattaligi bo'lsa, qanchalik keyin yana bitta narsada ijtimoiy qiymat haqida. Masalan, mahallada kimdir daraxt eksa, bolalarni anaqa o'ynaydigan narsa qilsa, boshqasi, u hamma uyning narxini oshiradigan narsa. Biz qanaqadir ma'noda insonlarni yaxshilikka, yaxshidan bog' qoladi deydi, yaxshiroq narsa qilishga undaydigan tizim hamda, chunki qiymatni ko'radi. Keyin bitta hozir bilmadim, ko'rdingizmi, biz ham Bobur ko'chada daraxtlarni chopib ketishibdi-da. Anaqada, masalan, shunaqa qilsa kimdir, bu meni uyimni narxini tushirib qo'yadi deydi-da, qanaqadir buni naprotiv shahar hokimiyati aytish kerak edi. Bu aksincha hatto odamlarda ham bu anaqa bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Masalan, uyimni narxini bu oshirar ekan, tushirar ekan deb turib daraxt kesmachilikni menimcha odamlar o'zi ham hal qilmasligi kerak deb o'ylayman. Chunki odamlar o'zi hal qilmasligi kerak, lekin hozir kesayotgan hokimiyatda bizda masalan muammo shularda. Masalan, men agar anaqa bo'lsam, yo men daraxt kesib tashlab bu yerda hozir bitta data markazi quraman deyish imkoniyati bo'lishi kerak emas deb o'ylayman odamlar. Chunki kimgadir daraxt muhim, kimga hokimiyat. Lekin hokimiyatga daraxt muhim emas. Agar hozir o'ylab turib, boya gap, mana agar men bitta park bo'lsa, men bitta tushgan yangi developer qursa, uy narxi 1 million emas, 1,5 million bo'ladi. Va natijada 500 ming deltadan ko'proq soliq to'laydi. Shuning uchun shahar hokimiyatiga ko'proq tushum tushadi. Shuning uchun buni kesish kerak emas.
shu deb taqiqlanganda daraxtlar kesilmas. Chunki hozir kesuvchi o'zini oyog'iga bol turyapti-da, mana kesayotganlar. Bizda masalan ko'pchilik kesuvchilar hokimiyat anaqalari ishlari yo'q. Ya'ni anaqa formada ham bo'ladi ko'pincha. Shu ma'noda o'ylaymanki, mana shu masalan anaqa mahallalarimizdan obodligiga ham odamlar ham anaqa bo'ladi, ko'proq hamdard deydimi, anaqaroq aktivroq bo'ladi. Shu ma'noda. Mana eski Toshkentdagi mahallalarni ko'ringlar, nimaga ahvoli yomon? Ko'pincha u yerdagi odamlar uy qurib, masalan, hatto plastik oynalar ham qo'ymagan mahallalar bor-da. Plastik oynalar juda arzon endi O'zbekistonda. Nimaga? Chunki hozir plastik oyna qo'ysa buzib tashlashligisi mumkin degan fikr mavjud. Mana shunaqa narsalarni to'liq yo'q qilib yuboradi. Ya'ni odamlarga qanaqadir ham uzoq muddatli reja qilishga, qanaqadir ma'noda game planga ham olib keladigan narsa. Qanaqa ma'noda game planga? Haqiqiy o'sha masalan, deylik, bilmayman. Amerikalik mehmonxona qurmoqchi-da O'zbekistonda qayerdadir ham. Hozir qanaqadir hokimiyatdagi tanishlari orqali yer ajratilib, mana hozir Anhorda qanaqadir mehmonxona qurilayotgan ekan, katta AQSh mehmonxonasi, endi bilmayman aniqmi yo'qmi, Ritz-Carlton shunga o'xshaganda. Masalan, qanaqa o'tdan yer olishgan misol, men bilmayman. Katta ehtimol qanaqadir mavhumlik orqali bo'ladi. Masalan, keyin hozir developerlar ko'radi, hamma mahallada deylik, bilmadim, 10,000 kvadrat bor ekan, 10,000 kvadratni yoki 100,000 kvadrat bor ekan. Masalan, 1 kvadrati manmunchadan. Agar biz masalan 20 etaj qursak, bo'ldi, mana shu hammasiga hozir anaqa beramiz, taklif beramiz. Bo'ladi-yu, militsiya bilan anaqa odamlar uyini eshigini quchoqlab olib, tortib, traktorni buzishlik kerak bo'lmay qoladi. Mana shu narsa. Keyin yana aytish joizki, biz o'sadigan mamlakat bizda. Yarim aholimiz shaharda turmaydi. Ya'ni shaharlar tepaga o'sishga majbur. To'g'ri, men qanchalik deylik, men bu Toshkentning eski mahallalarini yaxshi ko'raman, qadrlayman boshqa-yu, lekin haqiqat bilan ham anaqa qilish kerak, o'rtoqlash kerak. Baribir ham shaharlar, Toshkent va boshqa Samarqand, Namangan kabi shaharlar, mana Namangan ham juda ham tekis, ya'ni umuman tepaga o'smagan shaharlar. Tepaga o'sadi qachondir-da. Tepaga o'sadimi, demak, qaysidir masalan 5 ta 6 ta hovlini buzib, kimdir 4 etajli dom quradi masalan. Mana o'sha jarayonni shaffof, ochiq, hamma ko'ra oladigan, necha pul kimga bergani, qanaqa qilingani tizim qilishimiz kerak-da. Hozirgi tizimimiz mavhumlik bo'yicha yer ajratib, masalan, qanaqa yer ajratildi deyiladi, yashab turgan mahallada. Keyin ularga qanaqa kompensatsiya beriladi, anaqadan boshqa rayondan propiskadagi insonlar soniga qarab, keyin ular bitta oilami, ikkita oilami, kimga kim bo'ladi? Mana shu shaffofsizlik mavjud. Ya'ni shu uchun siz aytdingiz, men yashab turgan odamman, menga nima kerak bor deganlarga, anaqa mana shundaki katta ehtimol bilan keragi bor, anaqalar. Nima deydi? Bunaqa bo'lishi deb o'ylayman. Lekin bu menimcha islohotni, menimcha kichkina xonadonlar, eski shahar va hokazo, mana bu bir uyda 8 odam propiska qilgan uylardan emas, mana bu davlat mulkidan birinchi boshlasak, menimcha o'sha shaffof zo'r bo'lardi. Yo, shaffof degan narsaga yaqinroq keladi. Masalan, men umuman tegmagan bo'lardi. Men bu eski shahar, men bu xonadonlarning metr kubiga kelib, shahar markazi. Mehmonxona, mehmonxona rentabelmi? Rentabel. Men tushunchim bo'yicha umuman rentabel emas. Kim mehmonxona quradi? Siz menga ayting, Toshkent shahrida markazda qurilayotgan o'sha mehmonxona break even pointga chiqadimi yo'qmi? Men bilmayman. Men anaqa mana o'sha amateur yoki anaqam yo'q. Men tushunmayman, nima uchun mehmonxona tijoriy nuqtai nazardan jozibador. Menimcha jozibador emas. Bu yerda qanaqadir yo'q, masalan, mehmonxona ko'p qurolsa, men mahallamda har 2 oyda mehmonxona tushyapti-da. Kichkina mehmonxonalar to'la lekin masalan. Yo'q, men katta ob'yomli mehmonxona aytaman. Masalan, davlat aralashgan o'sha davlat aralashtirishda. Hozir mana banklar majburan qurishdi mehmonxonalar shahar markazida. Nimaga? Endi aytishdi ularga qurishdi-da, masalan, Mana shuning uchun agar mana shu joyda ham agar shaffoflik bo'lganda yoki shahar markazida ham bir qancha eski davlat idoralarini ham boshqa narsa, shu mehmonxonalarga ham berib yuborishdi. Masalan, shahar markazida turgan eski bir davlat idoralarini buzib, o'rnida mehmonxona qurishyapti hozir. Balki u yerda bozor mexanizmi bilan, o'zi narxi bilan yerni shu auksion orqali taqsimlanganda, balki u yerda mehmonxona emas, turar joy qurilishi kerakdir.
chunki o'sha urbanizatsiyani oshirish chunki talab bor Toshkent mehmonxonalar ham kamda Toshkentda Botir aka bundoq qaraysiz shahar kotibani aytaman bu mahallada hamma yoq mehmonxona emas to'la balki mehmonxona ya'ni davlat qurish kerak emas narsani agar men mehmonxona qurmoqchi bo'lgan investor bo'lsam shu aqshlik yoki indoneziyalik yoki bir shartli chet ellik o'zbek anaqa bo'lganda agar men o'sha yerni bozor narxida sotib olishimga majbur bo'lganimda men mehmonxona balki qurmasdim mana shu agar siz menga Toshkent markazidan mustaqillik maydonidan tekinga yer bersangiz men albatta mehmonxona quraman shunaqa tekinga menga siz yer bering istalgan nuqtaga men mehmonxonadan sanchib qo'yaman lekin agar menga bozor narxida o'sha kvadrat metr million dollarli yer mana senga bozor narxida yer nima qilasan desa men o'tga mehmonxona emas data markaz quraman masalan chunki investor sifatida men qaytamini hisoblab keyin ish qilaman shuning uchun menimcha yerlar tekinga tarqatilayotgani uchun yoki bozor narxidan ancha past taqsimlanayotgani uchun mehmonxona foydaliroq bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin rostdan lekin u sun'iyda yo'q mana bunaqada mehmonxona uchun yer olish ham osonroq turizm investitsiya deb aniq qilsa bo'ladi sous ichida achigan sous menimcha chunki bu yo'q bilaman mana masalan mana Hayat mehmonxonasi mana 200 million dollarga qurilgan agar yer tekinga kelganda chozib ham 200 million berilgan ham yer tekinga kelgan masalan men ham qurib berardim pulga ya'ni bo'ladi-yu 200 ta ish o'rni yaratilganda bir ish o'rniga 1 million dollarda masalan anaqada ya'ni shahar markazida markazida masalan o'shani sotganda masalan 1 million dollarga sotsa bo'lardi hali ham masalan sotsa bo'ladi aytmoqchi shuning uchun masalan hamma davlat binolarini agar qiymatdan qilsa-da masalan deylik mana hozir qanaqadir ham bilmadim bir qanaqadir vazirlikni qanaqadir deylik arxivi turibdi masalan shahar markazida u binoni narxi 40 million dollardir balki u arxivni masalan boya aytgan Sirdaryo viloyatiga chiqarib olib turib u yerda 40 million dollarlik kimdir tam mehmonxona olsin mayli bo'ladi yoki anaqa turar uyga olsin boshqa qilsin-da mana shunaqa narsalarda anaqa qiladi va har doim masalan hozirgi ma'lumot davlat o'zini mulkini baholash boshlashga to'g'ri endi istisno bo'lishi kerak qanaqadir misol uchun mana o'sha Glenville'da misol uchun deylik e'tiqod masalan masjid anaqalar boshqacha bo'lishi kerak deylik anaqa universitetlar masalan universitetlar mana shu haqida aytmoqchiman universitet maktab park kabi narsalarda qoldirish anaqasi ham mana shu orqali bo'lishi mumkinda ya'ni ular no go zonda masalan qanaqadir nima deydi hech qachon qizil zona deymiz ham qanaqadir nom bersa bo'ladi misol park maktab masalan maktabni yeriga hech qachon lekin masalan masjiddan misol uchun masjid kengaytirish uchun masjid balki sotib olish mumkin bo'lishi kerakdir-da atrofdagi uylarni masalan ko'p hozir bizda shaharda jumladan umuman yurib bo'lmaydi chunki masjidlar kichkina O'zbekistonda va Toshkentda kam anaqa soni hamda shu ma'noda ham masalan shunaqa narsalar orqali ham anaqani dizayn qilsa bo'ladi rag'batlarni anaqa qilishga to'g'ri taqsimlanishga lekin yana nimalar bo'lishi mumkin hozir o'ylayapman-da masalan hozir tijorat binolarni anaqasi eng katta-da foizi tijoriy bino bo'lsa sizda anaqa shaxsiy uyingiz emas eng ko'p foizda to'laysiz mulk solig'ini buni qilishyapti chunki ularni bahosi sal yaqinroqda endi ko'p anaqa kredit orqali sal pal narxi chiqib qolgani uchun qayerda usha olsak o'shani anaqa qilamiz degan nazariya bilamda anaqa emas qayerda qilsak to'g'riroq bo'ladi degan nazariya bilan emasda как раз shunday olib keldik mana buni ham mana shu tijoriy ko'chmas mulk bozorida sotib olgandan keyin bo'sh turgan mulkka soliqlash to'g'risida aytib bering masalan o'ylaymanki bo'sh turgan kerakda o'sha boyagi agar narxini o'zi narxlasa u agar u pastga narxlab qo'ysa odamlar kelib sota olardi unda mana deylik sizda qanaqa bo'sh bazingiz bor bilmayman hali ideyangiz kelmadi agar arzonga narxlab qo'ysangiz kimdir kelib sota oladi qimmatga narxlab qo'ysangiz har yil soliq to'laysiz ya'ni siz o'ylaysiz mashinani samarador ishlatishga turtki bo'ladi sizda men o'ylaymanki bu endi bizda katta xususiy mulkdorlar kam endi O'zbekiston baribir ham juda ko'p narsa davlatga tegishli ko'p masalan davlatga tegishli bo'lgan tashlandiq joylar ham xususiylarga tegishli bo'lganlar ham masalan oddiy narsa deylik mana qaysidir fabrika pul oldi bankrot bo'ldi bank olib qo'ydi uni anaqasini fabrikasini deylik yerini
u banklarning balansida yotaveradi u пока davlat bankini balansida davlat bankida chunki davlat majburlab bergan u fabrikaga keyin u fabrika bankrot bo'lgan bu endi yaxshi pozitiv ssenariy aytaman mulki bo'lgan fabrika haqida keyin u bank balansida yotadi chunki baholanishda tepaga baholanib yuborgan unaqa narx o'zi yo'q kimdir qarashga ketib qoladigan keyin uni baholagan rag'bat va u balansida yotaveradi keyin nihoyatda arzon narxda ana tepadan qanaqa prikaz bo'lmasa anaqa qilishmaydi ishlatishmaydi ya'ni samarasiz ko'p anaqalar kvazi davlat tijoriy obyektlari bor xuddi shunaqa masalan katta davlat korxonalarida umuman kerak misol uchun temir yo'llarini qoramol ishlab chiqaradigan fabrikasi bor qanaqadir ham metall prokatni zavodlarimizda asarlarni ishlab chiqaradigan pasikalari bor bo'ladi masalan bu hamma anaqa hech kim hech qanaqa soliq to'lamayotganidan mana balansda yotaveradi misol uchun temir yo'lni qoramol fermalari bor butun o'zbekistonda futbol klublar bor agar har yili temir yo'l живой pul bilan soliq qo'mitasiga pul tashlab tursa anaqa qiladi endi arzonga qilib qo'ymaydi qoramolni sotib olishadi tagda sotib olishga majbur bo'ladi ya'ni qanaqadir privatizatsiya masalasini ham osonlashtirish mumkin agar anaqa qilsa lekin davlatda mana shunisi man bitta qo'rqadiganim arzon qorib davlat binosini kim birinchi olishda u auksion bo'ladi sразу shuni ham bu ham lekin shaffoflashadi tushunasizmi mana qarang temir yo'llarini deylik qoramol fermasi bor ular masalan uni 1 millionga qo'yishdi o'zi bozor narxi 10 million 1 million bo'lgan hamma ko'radimi hamma bit qiladi misol uchun clearing date'ni qilamiz agar ochiq bo'lsa ochiq bo'lishi shart bo'lishi kerak hamma bir-birini men aytayotgan taklifda hammani anaqasini ko'ra oladi hamma mulkni narxini ko'ra oladi va bit qila oladi deymiz bit qilish uchun lekin pulni shu yerdan anaqa hozir yangi chiqdi escrow chiqdi ya'ni masalan deylik o'sha 1 million uy olmoqchimisiz 1 million dollar shu yerda pul bo'lishi kerak o'sha 1 million dollar bit qilasiz endi ular qo'ygan bo'lsa keyin kimdir ko'radi bu 1 million qotganingiz masalan sizda 90 kun grace period bo'ladi ya'ni privatizatsiyani ham auksionni ham dizayn qilib o'tirish kerak emasda anaqa narxini qo'yadi agar arzon bo'lsa sotib olishadi agar ularga kerak bo'lsa yana narxini oshirishga majbur bo'ladi masalan deylik bilmayman vokzalni qo'yib qo'yishdi vokzalni ham narxi bor kimdir vokzal o'rniga diskoteka qilaman desa anaqa temir yo'llari o'sha vokzal narxini har gal oshirish kerak keyin vokzalni ham to'g'ri ishlatadida hamma yoqqa militsiya qo'yib odam kirgizmaydigan joy qilmaydida misol uchun restoranlar qiladi u yerda kimdir arenda to'laydi boshqa kecha Singapurdan kelganimda aeroport ichida торговый sentr qilgan вообще dahshat narsada odamlar kelib aeroport ichida restoranga kiryapti boshqa chunki poyabzal sotib olganman o'sha yerdan Singapur aeroportini magazindan poyabzal sotib olganman o'sha masalanda ya'ni mana Singapurda aeroport odamlar uchrashuvga qiz bola bilan sidaniyaga chiqishyapti tam bo'ladi-yu hamma narsa aeroportga nega boringiz o'zi Singapurga Singapur aeroportida Dunkin Donuts bor to'g'ri o'sha yerda sidaniyaga borishadi odamlar to'g'ri man nima demoqchi bo'lganim ya'ni masalan hozirgi mana bizda davlat idoralari umuman tijoriy anaqasi yo'qda mana aytmoqchi Toshkent vokzali sal osonroq mana bir xil qayerda Samarqand Buxoromi eslolmayman Samarqanddan Buxoroda ham vokzalga kirishda ham pasport tekshiradi-da bilet bilan pasport kirishda deganim ya'ni hovlisiga kirishdan oldin ya'ni siz bilan ketayotgan odam ham ketishi kerak anaqaga o'sha men aytaman poyezdni baribir tekshiradi deydi umuman yo'q deydi anaqa bileti bo'lmasa pasport bo'lmasa kirgizmaymiz deyapti anaqaga hovlisiga loqal o'sha mulk solig'i to'laganida men o'ylayman baribir qanaqadir anaqa bo'ladi yo masalan bu yerda stul qilib bir kafe qilib qo'yardik nimadir qilardik qanaqadir tijorat obyektlari ham bo'lardi shunaqa masalan men o'ylayman vokzalni baholash kerak va o'shanda soliq to'lash kerak keyin u ofis emas ularni masalan hozir butun temir yo'llar ofis qilib tashlagan vokzal u tijoriy anaqa qilardi mehmonxona bitta mehmonxona borda anaqa davlatga tegishli anaqa eskiroq qurilgan bitta qismi mehmonxonada keyin mana bu qismi nima desam administratsiya deyapti endi sizga tasavvur qilish uchun masalan 40% ko'chmas mulk sotiladigan xonalarda emas administratsiyada u hokimiyat o'tadi agar xususiy mehmonxona mahallamiz ko'p men o'ylayman bitta kabinetda butun mehmonxonani administratsiyasi o'tiradi yoki o'tirsa ham u xuddi anaqadek chunki administratsiya shu mehmonxona direktorini
kabineti bor, uni anaqasiniki bor. Mana shunaqa narsalar o'ylayman kamroq bo'lardi. Mana shu tashlandiq narsalarga ham yaxshi tizim bo'ladi. Meni taklifim shu. Baholashsin, davlat birinchi mayli boshlasin, tijoriy tashkilotlar ham boshlashsin va xususiy uylargacha yetib kelamiz deb o'ylayman. Yaxshi tizim orqali. To'g'ri, dunyoda hech kim buni qilmagan, lekin ko'p narsa dunyoda kam qilingan, qilsa bo'ladi. Ya'ni nazariy ma'noda juda bir anaqa vaqt keldi deb o'ylayman mana shu narsani qilishga. Chunki O'zbekistonning boyligi jumladan mulkimizda, o'sha mulk qiymatga ega bo'lish kerak va uni samarador ishlatishimiz kerak deb o'ylayman. Qanaqadir ma'noda. Dunyo to'g'risida gapirdingiz. Mana shu kunlarda Fransiyadan ikkita narsa bag'is screenshot ko'rsataman. Ko'zim tushdi. Aynan mana shu mavzuga taalluqliroq, boshqacharoq. Hozir biz 2026-yillamizda shu mulk solig'ini yoki mulk narxini baholashda axborot texnologiyalari va sun'iy intellektdan ko'proq foydalanyapti. Masalan, soliq qo'mitalari, chet elda soliq qo'mitalari, kadastrlari hozir odamlarning o'zini value qilishiga ham yoki Zillowdagi narxiga ham, oldi berdiga emas, o'sha yangi texnologiya orqali uy narxini sun'iy intellekt rasm orqali yoki boshqa tranzaksiya orqali aniqlashyapti. Fransiyada mana shu ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu to'g'risida ham balki gaplashgan. Fransiya soliq qo'mitasi sun'iy intellektni ishlatib badavlat uy egalarini hovlisida o'sha sun'iy yo'ldosh orqali Google Mapsdan ko'rishadi. Basseyni bor. Kadastrini tekshirishadi. Kadastrda basseyn yo'q. Basseyni, ya'ni kadastrga basseyn yo'q deb taklif kiritgan yoki kadastrga uyni sotayotganda qo'shmagan. Balki qurgandan keyin qo'shmagan yoki sotayotganda basseyn bo'lmagan, keyin qurgan, qo'shmagan. Kadastr chunki ana statik o'zgarmaydi. O'sha soliq qo'mitasi o'tirib hozir sun'iy yo'ldoshdan yoki oddiy Google Mapsdan olib o'lchashyapti basseynni. Uy egalariga mana basseyningiz bor ekan. Marhamat, soliqni to'lab qo'ying. Chunki basseyni ko'p bo'lsa, uyi narxi ko'proq. Shuning uchun yiliga 200 million yevroni Fransiya soliq qo'mitasi delta tushiryapti, shu oddiygina Google Maps ishlatib. Fransiya baribir o'zgarmabdi-da. Endi masalan, men fransuz bo'lsam, zakryuti basseyn qurardim-da. Balki endi zakryuti basseynni ham detekt qilish yo'li bor. Endi bu birinchisi, masalan, buni ko'rdim. Keyin hozir biz ya'ni 26-yildamiz-ku. Hozir mana bu Cloud Code yoki Copilot'dan ishlashyapti. Bittasi yozibdi anaqada Twitterda AQShdagi odam o'tirib Cloud Code'ni ishlatib xuddi shunaqa narsa qilibdi. Ya'ni Amerikadagi odamlarni shu hovlisidagi uyi scrape qilgan, Zillowdan qattiq scrape qilganda qarasi basseyni bor. Va soliq qo'mitasini hushtak chaluvchilar degan portallar bor, whistleblowers, IRS. Ya'ni agar siz mabodo jismoniy yoki yuridik shaxs kamroq soliq to'layotganini bilsangiz, sizda bunaqa ma'lumot bo'lsa, uni soliq qo'mitasiga taqdim eta olasiz u ma'lumotni. Lekin u ma'lumot ustida soliq qo'mitasi ishlaydimi, ikkinchi masala. Va uni o'zining anaqasi ham bor. Agar soliq tushumi 2 milliondan kam bo'lsa qarashmaydi. Agar soliq tushumi 2 milliondan ko'p bo'lsa qarashadi. Lekin bitta odam o'tirib, anaqa yozibdi, kod yozibdi, avtomatik ravishda uylarni o'sha kvadrat metrni hisoblaydi, hovlilarni, basseyni bo'lsa, o'sha kod avtomatik ravishda IRS saytiga kirib, o'sha whistleblower complaintni fayl qilar ekan. Ya'ni o'sha AI o'sha o'lchaydi, basseyning kvadrat metri shunaqa, soliq qo'mitasiga xabar yuborar ekan. Ikkinchisi, keyin yana shu Fransiyada screenshot qila olamanmi yoki bilmayman, mana buni siz ko'rgan bo'lsangiz kerak. Uy joy masalasi bo'yicha baholash masalasida mana bu narsaga ko'zim tushdi. Ko'ryaptimi? Ko'rdim. Bu yerda mana Fransiyada shunaqa qonun qoida bor ekanki, agarda uyi kvadrat metri shartli ravishda masalan 170 kvadrat metrdan ko'proq bo'lsa, uni qurish uchun sizga sertifikati bor. Yangi litsenziyasi bor arxitektorni yollashingiz kerak ekan. Ya'ni yangi qurilayotgan uyga kvadrat metr 170 shartli 170 kvadrat metrdan ko'proq bo'lsa, siz pul to'lab davlat tasdiqlagan litsenziyasi bor arxitektor olishingiz kerak ekan. Bu qonun qoidalarning bitta oqibati shundan iboratki, o'sha 170 kvadrat metrdan sal kamroq bo'lgan uylarni qurishga rag'bat paydo bo'lib qolgan. Ya'ni odamlar yangi qurayotgan shu developerlar uyini mana shu qo'shimcha xarajatdan qochish uchun
169.99 kilometr qurisharkan. Ya'ni bu o'sha uy-joy bozoridagi qonun qoidalarni bir asorati. Ya'ni o'sha Fransiya sal o'zgaribdi dedingiz, lekin Fransiyani shu bitta salbiy tomoni. Naprotiv o'zgarmabdi deyapman. Oldin o'zgarmadi dedingiz. ya'ni soliq hali ham o'sha qilib yurishdi. Misol uchun 5 etajga uy qilsa, ammo chirdakini qilib qo'yish boshlashdi-yu, misol uchun davlat bilmasin u yerda yashayotganimizni. Xuddi shunaqa deyapman-da, hozir basseynni qildim, endi zakrit qiladi. Men shuni aytmoqchiman. Soliq to'lovchilarda hamma yoqda, Fransiyada bo'ladimi, Amsterdamda bo'ladimi, qayerda bo'lsa ham hech kim soliq to'lagisi kelmaydi. Bu tushunarli narsa. Masalan, men ham soliq to'lagim kelmaydi. Kimni soliq to'lagisi keladi? Ya'ni u artistlarni soliq to'lagisi keladi. Ha, masalan. Men u haqida ham gapirsa bo'lar. Endi aytmoqchi bo'lganim, u tushunarli inson tabiatida, qanaqa fitratida bor narsa. Lekin shunaqa tizim qilishingiz kerak. Mana hozir Fransiyada uylarni aytdingiz, mana qarang. Men aytaman, masalan, agar men Fransiya soliq qo'mitasini maslahatchisi bo'lganda aytardim. O'rtoqlar deydim, masalan, o'sha Fransiyadagi bitta mahallada bitta uy ichida shunaqa remonti bor. Mana O'zbekistonda ham shunaqa, mana korobka uy qurish eng arzon narsa, g'ishtda. Отделка eng qimmat narsa. Va o'ttiga, masalan, g'ishtda eng qimmat g'isht bilan eng arzon g'ishtni narxi deylik tiyinlarda bo'ladi o'zi. O'zbekistonda masalan sement, beton arzon narsa. Eng qimmat narsa uy ichidagi narsa. Masalan, kimdir $2000 eshik qilishi mumkin. Kimdir $50 eshik qilish mumkin. Ana xonalar aro qilinadigan eshikda yoki kimdir qimmat parket qilish mumkin, kimdir sun'iy parket qilish mumkin. Ana o'tda shunaqangi katta delta borki, basseyn anaqada, statistik xatolik darajasi. O'sha Fransiyada ham aniq bilaman, o'sha bitta o'sha villa 1 million bo'lishi mumkin, ikkinchi villa 5 million bo'lishi mumkin. Farqi o'tda remonti bor, Amazon umni domni qo'yib qo'ygan, ouvrir porte desa eshigini ochadi-da, masalan. U qimmat uy. O'zingiz ochsangiz arzon uy bo'ldi o'sha. То есть, men aytmoqchiman, buni capture qilolmaydi anaqa orqali. Va endi hozir fransuz boylar menimcha amerikaliklar kabi zakrit basseynlar endi basseyn anaqa bo'lib qoldi, demak, nima deydi? Qanaqadir ko'rsatib qo'yadigan bir narsa bo'lib qolgan bo'lsa, endi menimcha o'zgartirish kerak. O'zi meniki mana basseyn extremely overrated narsa deb o'ylayman. Odamlar basseynni yiliga 2 marta ishlatadi, lekin uni maintenance anaqasi masalan qayerda yashashingizga qarab-da. Masalan, Fransiyada men bilmayman, lekin Amerikada ko'p joy issiqda, masalan, menimcha Dallas ham issiq bo'lsa, Arizona, Parizonlardan rosa basseynlar ko'p odamlarda. Ha, lekin basseyni bor odamlar gapirishingiz afsuslanadi, hammasi masalan o'tli maydonni olib basseyn qurib qo'ygan. Lekin farzandi bor oilalar ham masalan shikoyat qiladi, yiliga 2 marta farzandimni majburlab basseynga tushiraman, chunki men oti kallasida ham xarajati bor, filtri va hokazo, yilda 364 kuni bo'sh o'tadi basseyn suv bilan. Shuning uchun anaqa men o'zbek arxitektura haqida shunaqa fikrim bor. Oldin esa biz 90-yillarning oxirida o'zbeklarda sal pul topsa katta zallar qurardi-da. Переговорный zali. Ana katta mehmon kutishga 40 kishilik, 50 kishilik nimaga aytsa to'y qilaman deb. Keyin hamma to'yxonada qilishni boshladi va shu zalni bo'shayotibdi. Bu balki basseyn ham anaqada kedasizda, misol uchun hozir men bitta xonada o'tiraman, uyda anaqa begovoy doroshkamiz bor-da, kiyim begovoy doroshka chang yig'ish kiyim os. Lekin otganingizda yo'q, har kun ishlataman deb oladi. Lekin men bu endi hammaning anaqasi bor, ba'zi 1 soat 20 botib ketish hech kim eshitmaydi, уже men bitta anaqam pet peeve, masalan, ko'p yangi uylarni ko'rsam, masalan, hovlisida yer yo'qda, basseyn bor. Masalan, eshikni ochib kirasizda, basseyn, O'zbekiston to'g'risida gapirdim, Toshkent shahrida haqida aytaman, masalan, qimmat yer bor, masalan, darvozadan bundoq kirsangiz, basseynga tushib ketasizda. Ya'ni ko'p anaqalarda yangi qurilayotgan joylarda mana bu xonadonni, maydonni, ya'ni hovlini anaqasi maydon kamda, lekin basseyn qilingan. Lekin menga aylanib o'tishingiz kerak agar basseynga tushib ketmasangiz. Men shuni anaqa biroz o'ylayman, basseyn nahotki shunchalik anaqa muhim narsaki, yerni butun maydonni berib yuborishga odamlar rozi. Balki orzular bilan, masalan, uyim bo'lsin, basseynim bo'lsin deyishim mumkin. Men anaqa qilasiz basseyn yiliga 1 marta tushasiz yoki qolgan payt tarvuz yotadi-da yozda. O'tda Fanta Cola cho'milishingiz mumkin. Men masalan, bizda basseyn bor, bolalar cho'miladi. Ota-onam uyda yashaganimizda
anaqani menga bundan ham dabdala anaqa bor, hovlini ishlatishda mashina. Mana bir xillarda mashinaga hovlida 80% qismi mashinaga anaqa qilinganda, dedicated deydi, misol uchun mana men o'ylayman, ko'chada, ya'ni mana mahallada ham qo'yib qo'ysa bo'ladi-yu. Ya'ni garaj qilinadi, mana garaj bilan mashina qo'yishga sathi bor, ana kvadrat metrda. Hamma hovlidagi yashillikdan ko'p bo'lib qoladi-da, agar uyingiz masalan bitta mashina qo'yishingizga kamida masalan 3 ga 4 joy ajratadi. Bu katta kvadratda. Kamida, menimcha. Ha, kamida. Yo'q, u aniq kam deb aytaman, lekin bir mana proyektlarni boshqalarni ko'rsangiz, ana mashina xuddi bir mashina qo'yilmaydigan uylar yo'q-da, hovlilar o'sha xuddi mashina uchun qurilgandek hovli tuyuladi. O'sha basseyn u anaqa sal kattaroq hovlilar, kichkina hovlilar. Basseynning o'rtasi bilan mashina turgan joy, kichkina joy qolganda, mashinani changi surtib, yo basseyn chiqib ketasiz, yo mashinani suyanib o'tasiz. Mana shunaqa anaqa. Ya'ni podvalga ham qo'yadigan mashinalar kam ko'rdim O'zbekistonda. Hozircha arxitekturada mana shu mashina masalan keyin anaqa arxitektorlar gapida jon bor, misol aytadiki, odamlar agar ikkita mashina mesda bo'lmasa, hovli topmas ekan. Ikkita mashinani qo'ya olmasam, men hovli olmadim. Balki basseyn ham o'sha keyingi pog'onada basseyn bo'lmasa hovli emasdir deyishsa kerak. Endi bilmadim anaqa. No basseynlarga xarajati hozir masalan ko'paysa ham kerak. Hozir mana elektr filtrlar qo'yaman desangiz, ancha xarajatli narsa, balki boshqa ham tarbiyalab qo'yadimi deb o'ylayapman-da. Keyin basseynning bitta minus tarafi yosh bolalarni tushib ketishi ham ko'p deb o'ylayman. Masalan, AQShda yosh bolalarni o'ldiradigan narsa sabablardan biri chiqsangiz, menimcha ikkinchi yoki uchinchi basseyn bor ekan. Birinchisi avtomobil yo'l harakati xavfsizligi anaqasi, ikkinchisi basseynga tushib cho'kib ketishi. Mana shu narsani ham anaqa Toshkentda anaqa men bilmayman, ko'rganmisiz yo'qmi, anaqa zaborlar chiqishadi-yu, basseyn atrofida ko'rganmisiz? Zaborlar ko'rganman. Katta zaborlar chiqishadi. Ana bunda zabordan kirib cho'milasiz. Endi bilmadim, O'zbekistonda zaboru alohida, hamma narsada zabori ham zabori bor, anaqa yo'l o'rtasida. Yo'q, alohida mavzu, lekin men arxitektura qiziq anaqa ma'noda demoqchiman. Nimani soliqqa tortsangiz, shunga anaqa qarabda. No, menda vashcha pet peeve mavzum bor. O'zbekistondagi dachalarning dizayni. Mana o'sha haqida gaplashish kerak bir qachondir. Men bir dachachi bilan gaplashib qoldim-da, aytdimki, "Biling, nimaga unaqa pornografiya?" dedim, keyin tushuntirib berdilar-da. No, menimcha bu podkastda keyingi mavzu, lekin u ham anaqa haqida. Dachadan yozishimiz kerak menimcha bu podkastda. O'sha misol qilib dacha. O'zi nomlari ham zo'r-da, masalan, endi xafa bo'lishmasin, masalan, Bugatti masalan resort deysizmi yo bitta xonadon? Dacha, bitta dacha bir kuni misol uchun $800 turadi Toshkentda, 500-800 atrofida. Dachalarning nomi qiziq, misol uchun Casa del Amor. Anaqa, misol uchun o'zidan Bostonlikda Caesar Palace. Mana shunaqada. Bugatti, Chevrolet yo'q, ana такой qimmatroq, Veyron, nimadir. Mana Lamborghini modellari bor, men hozir eslamayapman, masalan. Veyron, Lamborghini, Bugatti. Xullas, Lamborghinini Dubayda yashaysiz, bilishingiz kerak, hamma Lamborghini model. Aventador masalan, nimadir-da, qanaqadir asha mashina bilan anaqada qimmatlikni uyg'unlashuvda va juda ham dissertatsiya yozsa bo'ladi. Mana haqiqatdan men agar 5-6 umrim bo'lganda shu narsaga bag'ishlagan bo'lardim bittasini. Qanaqa ya'ni odamlar nima haqida orzu qilishi haqida fikr ham juda ham menga qiziq tuyuladi. Mana shu dacha emas, basseyn dedingiz, menga shu anaqadan tuyulyapti-da. Bu anaqa mana yangi ruslar haqida gaplar bo'ladi. O'zbekistonda ham shu bo'lgan. Mana domladan odamlar hovliga ko'chish boshlashgan. O'zbekistonda birinchi pul 90-yilda paydo bo'lgan. Patologlar juda ham baland bo'lgan, bilasizmi? Mana eski uylarni hozir ham ko'rsatgan. Taytanatdagi uylar boshqani 7 metrli patologlar qilishadi. Ya'ni kichkina xrushchevkada yashagandan keyin patologga anaqa balki katta bo'lgan. Hozir sayqallashib 3,5 3 ga kelib qoldi-da. Lekin bundan 20 yil oldingi uchastkalarda minimum 5 atak 7 edi-da. Lekin patolog balandroq kvartiralar, xonadonlar hozir qimmatroq sotiladi, lekin narxi. Yo'q, to'g'ri, qanday, lekin men patologda aniq deyapman-da. Mana bunaqa qanaqadir ko'rib bor-da. Masalan, men o'ylayman, nima uchun odamlar, siz hozir aytdingiz, nimaga odamlar basseyn quryapti dedingiz-ku. Menimcha sababi xuddi o'sha nima 90-yillarda patologlar yetmasana 3,5 metr ham baland patologda o'zi, misol 5 ham baland. Lekin 7 metr u как ikkita etaj bitta deb anaqa
man sizga Instagramda topsam 90-yillik uylarni hozir sotishyapti bittasini. Shaytanat videosini qo'yib turib. Endi kimdir kommentda link topsangiz tashlab bering. Millionlab prosmotr bo'lib ketdi. Lamborghini Aventador House Shaytanat Edition deb. Yo'q, men ko'zim bilan ko'rdim Bugatti degan dacha. Anaqa o'ylab topyapman. Men haqiqatan ko'rdim. Chunki Bugatti degan dacha oldingi dachaga bordim-da. Lekin o'sha tekshirib ko'ring, availability bo'lsa o'sha yoqqa borib kuni $900 aytmoqchi. Yo'q. Vasha qiziq qolgani haqida Naqdga bermamchi, naqdga biz. yo'q, klik qilsa bo'ladi. Klik soliq to'lanadi. Xo'p, anaqa sekin yakunlaymiz. Menimcha sal mavzudan chetlashdik. Meni fikrim shuki, shu fikrlarni yozinglar. Mana shu haqida menimcha suhbatlashishimiz kerak. Balki o'ylayotganim shu gazeta o'zi uchunmi, boshqa uchunmi bir opiniondek yozib chiqaman, masalan, baribir fikrlar matnda yozsa tushunish ham oson, tushuntirish ham oson, anaqa qilish ham oson. Shu, Botir aka. Hammaga rahmat. Qiziq mavzu bo'ldi deb o'ylayman. Izohlarda yozib qoldiringlar va har doimgidek bizning hamkorlarimizga rahmat. Hamkorimiz bu ko'rsatuvni Juru Markaziy Osiyodagi yetakchi energetika va infratuzilma korxonasi hamkorlik uchun sizlarga katta rahmat. Tinglovchilarga rahmat. Ko'rishguncha. Rahmat.